Bugun studiyamiz mehmoni, tarix fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim va mustaqil tadqiqotchi Baxtiyor Alimjonov. Xolislik degan savolni qo'yish o'zi gohida biz uchun kulgili. Amir Temur Xiyoboni markazida kuch adolatdir yozilgan. Kuch haqiqatda emas. Balki adolat tushunchasi o'zida yo'q deb biz o'ylab topganmiz. Yo'q, umuman o'zi aytgan tarix o'qish kerak emas. Chunki normal odam tarix o'qimaydi. Hozir masalan 30 yil, 40 yil oldin osonroq erishiladigan narsalarga hozir 2-3 barobar qiyin erishamiz. Chunki konkurensiya katta. Men juda ham xursandman shu kitobni birinchilardan bo'lib o'qiganimga. Ikkita kitob ayting, o'zbek qizim o'qimasa o'zbek qiz emas, shakllanishi o'sha fikriy. Kimga o'ylanish kerak deydi, bilasizmi Ahmad aka? Ota-onasi o'lib ketganga o'ylangan. Aytinglar, men so'rayapman. Bu o'qitishyapti. Ana? Bo'lish kerak, o'sha haqida fikrchi. Menda bo'lish kerak, nima men savol tushunmayapman. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Sizni ko'rib turganimizdan nihoyat xursandmiz. Bugun studiyamiz mehmoni, tarix fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim va mustaqil tadqiqotchi Baxtiyor Alimjonov. Rahmat. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sizni kitobingiz kutib olish jarayonidamiz, Xudo xohlasa. Bu kitobingiz juda ham shu bo'ladigan umiddamiz. Yaxshi masalalar va erkin fikrlaringiz, erkin tadqiqotlaringiz va gipotezalar ko'tarilgan ekan. Menga juda ham yoqdi va bu masalalar bo'yicha bir qator qiziqtirgan mavzular bor, savollar bor, tayyorladik. Va shu savollarni ketma-ketlikda boshlasak. Bemalol yana tanishtirib o'tiriz Zilola Po'latova bo'ladi. Agar bular bo'lmaganda bu kitob bo'lmasdi. Chunki men bir o'tirganimizda o'tgan dekabrda yetib qoldilar. Bir kitob yozmaysizmi deb qoldilar Zilola. Aytdim, yozarmiz. Men shu kungacha o'zbekcha kitob yozmaganman, faqat ruscha, ingliz tilida yozardik. Mana bularni tashabbuslari bilan o'zbekcha kitob yozildi va shu kitob dunyoga keldi. Bularga alohida rahmat deb qolaman har doim. Sizga rahmat. Shuning uchun savollar bo'lsa istagancha albatta, chunki tarix bo'yicha va umuman bizning o'zligimiz haqida menimcha tuganmas gapirsa bo'ladi va u yerda albatta normal holatda tadqiqotlar kam nima uchun izlanishlar kam. Tadqiqotlar bor, faqatgina ular ularni qanchalik xolis deb atay olamiz? O'zi bilasizmi, hozirgi O'zbekiston tarixi umuman olganda noxolis. Xolislik degan savolni qo'yish o'zi gohida biz uchun kulgili. Tarixchilarimizga agar siz xolis tarixni yozdingizmi desa kulamiz, chunki xolis tarix o'zi yozib bo'lmaydi. Ayniqsa biz mustamlakadan keyingi tuzilgan davlat bo'lganimiz uchun xolislikni o'zi yo'q, chunki turli xil fikrlar, turli xil mafkuralar, kurashlar va har turli jamiyatlar va turli hatto ziyolilarning ichida ham kelishmovchilik borda. Shuning uchun o'ylaymanki, bu kitobni yozdim, shu kelishmovchilik yoki yechilish kerak, yoki kelishmovchilik yana davom etish kerak. Ya'ni bu provokatsiya bo'lishi ham mumkin. Siz fikringiz bo'yicha tarix turli bir talqinlar va nazariyalar yig'indisi bo'lishi kerakmi yoki qandaydir bir xolislikka xizmat qilishi kerakmi? Xolis yoki shaffof tarix endi 19-asrda savolingiz uchun rahmat. 19-asrda umuman o'ylashardiki, tarix xolis bo'lishi kerak. Umuman prinsipi bu fransuz maktabi yoki nemis maktabi 19-asrda olg'a surgan bu narsani. Lekin ikkinchi jahon urushidan keyin ko'ryapmizki, xolis qancha yozilgan bo'lsa tarix shuncha urushga yetaklaydi va millatchilikni kuchaytiradi. Ya'ni insonlarni o'sha emotsional junbushga keltiradi va xolislikka intilgan sari shuncha u siyosatga yoki boshqa manfaatlarga xizmat qiladi. Umuman tushunishimiz kerakki, tarix xolisligi manfaatlar bilan o'lchaniladi. Agar manfaat qancha kuchli bo'lsa, shuncha xolislikka intilyapmiz deb o'zini ishontirishga harakat qilishadi tarixchilar va boshqalarni ham ishontirishga harakat qilishadi. Bu albatta xolislik masalasi hozir kunda unaqa katta o'rinda emas, ya'ni juda muhim emas tarixchilar uchun. Asosiy hozir xolislikdan ko'ra adolat, tarixiy adolat kuchli. Chunki hamma uchun tarixiy adolat kerak. Bizni xafa qilishgan, bizni bosib olishgan yoki biz shunga erisha olmaganmiz. 100 yil oldin yaxshi yashardik, 1000 yil oldin biz buyuk davlat, buyuk ilmni yaratganmiz. Mana bizda ochildi-ku Islom sivilizatsiya markazi. Shu yerda. Birinchi Renessansda butun dunyoni bizni hayratda qoldiruvdik, ikkinchi Renessansda ham hayratda qoldiruvdik. Ana endi 3-chi Renessansda bizni hammani hayratda qoldirishimiz kerak degan vazifa qo'yilyapti. Tarixchilarning ichida. Ya'ni tarixiy adolatni qanaqadir bo'lsa ham tiklamoqchimizda, aholislik haqida gap yo'q.
umuman o'zi bitta hazil bor, tarix o'zi istoriya degan so'z rus tilida bu женского рода deydi-yu, ya'ni ayol jinsiga mansub bo'lgani uchun o'zi istagan ayollar qizlarga xolislik bormi u endi? Umuman qiz bolalarning tilida yoki xatti-harakati xolislikning o'zi yo'q. Tarix ham xuddi shu. U hikoyalar yig'indisi bo'lgandan keyin hech qanaqa xolislik bo'la olmaydi. Qaysidir manfaatlarga xizmat qilishi mumkin. Meni nazarimda o'zbek xalqining manfaatiga xizmat qilish kerak. Chunki manfaatga xizmat qilmasa kimdir, uni uchun nega yozyapmiz? Shuncha hikoya, shuncha pul ketkazamiz. Nima uchun kitoblar yozilyapti unda? Shuning uchun xolislik deganda kimdir qanaqadir haqiqatni bilishi xohlaydi. Mana siz uchun nima muhim? Haqiqatmi, adolatmi? Bu oxirgi bilmadim 100 yillikda qo'yilgan eng katta og'ir savol. Siz uchun Zilola nima muhim? Haqiqatmi, adolatmi? Menga adolat muhim. Ko'ryapsizmi? O'shancha obyektivlik, xolislik ikkinchi darajaga. Yoki sizga nima muhim? Haqiqatmi, adolatmi? Adolat. Nega haqiqat emas? Haqiqat endi kimni точка зрениясidan qarashga bog'liq. Shu nuqtai nazarga bog'liq hamma narsa. Hamma haqiqat har xil turlicha bo'lishi mumkin-da, kimnidir haqiqati men haqiqatim. Lekin ikkinchi xavfli narsa bor-da. Agar bular hokimiyatga kelib qolsalar yoki o'zining tarafdorlari kuchayib ketsa, bularning haqiqatlarini keyin bizga uqtirishga harakat qilishadi. Ya'ni demokratik davlatda har bitta inson o'zining haqiqatini erkin namoyon qilish yoki erkin gapirish huquqi bo'lishi kerak. Lekin kimdir haqiqatda ustun bo'lib qolsa, tarixchilik o'shanda kerak bo'ladi. Chunki biz ko'rsatishimiz mumkin, mana buni talqini har xil yoki buni tarixiy haqiqatga xizmat qilmayapti-da, ya'ni qanaqadir nimaga manfaatlarga yoki kimga hozir aytamiz, haqiqat muhimmi yoki adolatmi? Adolatga muhimmi? Shuning uchun adolat masalasi hozir ko'proq ustunlik qiladi bu dunyoda. Hech kim haqiqatni qidirayotgani yo'q. Demak, tarixdan xolislikni qidirish bu absurd narsa demoqchisiz. U kerakmi? Umuman meni nazarimda men konstruktivistman, gapiraverayman. Biz chunki gapiramiz, chunki biz sal barobar gapirmaysiz, hech kim eshitmaydi sizni. O'zi kerakmi? U haqiqat kerakmi o'zi? Yo'q, hozir qizlarning eng katta gapi bor, haqiqat kerakmi degan o'zi. Zamonaviy o'zbek qizi haqiqat qidirayotgani yo'q. Lekin men ko'pincha bir ikkita qizlar bilan gaplashib qolsam, haqiqat qidirsa, o'sha bilan gaplashim keladi mengadir. Chunki uni adolati meni ezib tashlaydi. Bilasizmi, har bitta qiz o'zining hozir adolati bor, dunyo qarashi bor. U haqiqat ustida asosda qurilmaganda haqiqat ustida, adolat ustida, o'zining adolatiga. Adolat birinchi nimani anaqa qiladi? Adolat har doim xafagarchilikdan kelib chiqadi. Ya'ni uni huquqi buzilgan bo'ladi, shuning uchun adolatga zor. Shuning uchun biz ham mustamlaka bo'lganmiz, 130 yil mustamlaka bo'ldik. Rossiya imperiyasida bo'ldik, keyin Sovet davlatida bo'ldik. Bizda ham shuning uchun ham jamiyatda adolatga tashnalik katta. Haqiqatga emas. Chunki nimagadir haqiqatni hamma bilamiz deb o'ylaydi-da, lekin adolatni tiklash kerak. Ya'ni hatto mana bizda ham Amir Temur xiyobonining markazida kuch adolatdadir yozilgan. Kuch haqiqatda emas. Nimagadir kuch adolatdadir u yerda ham. Haqiqat so'zi umuman olib tashalgan. Bitta nisbiylik olinganda, kimgadir nisbatan. Kimgadir nisbatan, lekin o'sha kimgadir nisbatan adolat tiklanishi kerak. Chunki biza qachonki biz har bitta insonning adolatini yoki qaysidir guruhlarning adolati bor, nimasini istayotganini sezib va o'shani kitob shaklida keltirib o'qib, dialog bo'lsa, o'shanda biz rivojlanishga katta qadam qo'yamiz. Umumiy haqiqat shakllanadi. Haqiqat o'shanda kelishi mumkin. Biz boshqacharoq hisoblayman. Tarix nimaga xizmat qilishi kerak, haqiqatgami, adolatgami degan savol qo'ymagan bo'lardim. Tarix o'zi kimga xizmat qilishi kerak emas o'zi. Shunaqa. Tarix savollariga javob berish kerak. Masalan, hozirgi jamiyatdagi yashayotgan insonlarning og'riqlari bor. Ana shu og'riqlarga u javob berish kerak. Masalan, meni qaysidir savolimga u yechim bermasa, javob bermasa, men unga tabiiyki qiziqmayman. Tabiiyki men kerak emas deb hisoblayman. Shuning uchun o'ylaymanki, jamiyatda qiynab turgan muammolarga tarixdan javob izlab ko'rish kerak. Siz juda utilitar qarayapsiz tarixga. Ya'ni bu masalan, piyola choy ichish mumkin, shuning uchun kerak demoqchisiz. Ya'ni juda utilitar, juda kerakmi, kerak emasmi degandek. Meni ko'pincha meni nazariyam, meni dunyo qarashim tarixchi sifatida qaysidir guruhlarning manfaatini ifoda etish kerak tarix. Adolatga ham juda kirib ketish kerak emas. Adolat qidirishga ham kirib ketish kerak emas. Chunki adolat qidirishga kirishgandan so'ng tarixchilar albatta nima bo'lib qoladi? Yo millatchi, yo fashistik yoki davlatparast, qaysidir parast bo'lib qoladi. Adolat qidirgan xodim o'zini ko'chadan topadi-ku. Mana shu anekdotam bor. Albatta. Kecha ishxonada adolat qidirganda bugun ko'chadamiz. Albatta, chunki adolat shunaqa narsaki,
xafagarchilikni birinchi oldinga olib chiqish kerak. Lekin qaysidir momentda, qaysidir darajada, masalan, biz 90-yillarda, 2000-yillarda juda ko'p adolat qidirdik. Davlat darajasida va jamiyat darajasida. Aybdorlarni ham topamiz. Chunki bizning hozirgi holatimizga, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy holatimizga nima uchun rivojlanish bo'lmayapti? Nima xalaq qilyapti? Kim aybdor degan savol qo'yiladi. Mana bizda hozir kim aybdor savoliga kimdir qo'yish kerak shu narsa. Yoki kimni nimaga har bir insonniki qaysidir guruhlar manfaati amalga oshmayapti degan tushunchani ham oldinga surishimiz kerak. Ya'ni haqiqat bu nima? Haqiqat qaysidir faktni aytib qo'ysa bu narsani belgilamaydi. Masalan, Shayboniyxon 1510-yilda vafot etdi. Haqiqiy fakt. Lekin u nima beryapti? Ya'ni haqiqatni o'zi hech narsaga olib kelmaydi demoqchiman. Haqiqat ezib qo'yadi, bosib qo'yishi mumkin shaxsni. Adolat bu qiziq narsa. Adolat uchun kurashish kerak. Haqiqat uchun kurashish kerak emas. Mana g'alati narsa bor, Yunon falsafasida aliteya deydi, haqiqat so'zi. Uning uchun bu ochiq, hamma uchun ma'lum narsa haqiqat. O'zbek mafkurasida, o'zbek madaniyatida haqiqat uchun kurashish kerak. Yoki haqiqatni gapirish kerak. Lekin bitta narsa bor, haqiqatni gapirgan odam albatta nima bo'ladi? Jazolanadi. Adolat qildirgan odam jazolanmaydi. Chunki bilamiz, unga ham adolati bor-ku degan nazariya. Ya'ni tarixchilarga ham sal bizani eshituvchilar, ko'ruvchilar sal nima qilish kerak? Sal mehrli bo'lish kerak deb o'ylayman tarixchilarga. Chunki biz men ham tarix sifatida adolat qidiryapman va shu adolatni tiklashga undayapman. Men tiklayotganim yo'q adolatda. Men qaysidir yo'llarni ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin adolatga boradigan yo'llarni. Agar tarixchi o'z adolatini tiklashni boshlasa, bu yana fashizm yoki o'ta og'ir millatchilik yoki og'ir bunaqa olib kelishi mumkin, fojialarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun haqiqiy tarixchi vazifasi qaysidir jamiyatdagi og'riqli nuqtalarni olib chiqish kerak edi, savollarni o'sha matn sifatida berish kerak deb o'ylayman. Men o'qigan odam keyin o'zi hukm chiqarish kerak. Men to'g'ri unga yo'nalish berdimmi yoki junbushga kelyaptimi? Agar emotsional junbushga kelishni boshlasa, albatta men uni o'rniga adolatni xalq qilib qo'ygan bo'laman. Shuning uchun bu adolat va haqiqat tushunchasi juda og'ir tushuncha. Hozirgi adabiyotchilar ham, falsaflar ham, sotsiologlarimiz ham xuddi shu savollarga javob berish kerak. Keyin shu kitobingizda yig'loqi tarix degan jumlani tilga olgansiz, hatto meni. O'zi umuman sizning fikringizcha bizning tariximiz faqatgina faxrlanish, iftixor hissini tuyish obyektiga aylanib qolayotgandek tuyulmayaptimi sizningcha? Yig'loq tarix bu bankrigizmagami, bu jahon tarixida, adabiyotida mavjud bu tushuncha, ya'ni postkolonial, ya'ni mustamlakadan ozod bo'lgan davlatlar ko'pincha o'zini o'xshamagan yoki siyosiy yoki iqtisodiy islohotlar qaysidir o'xshamagan joyda yig'loq tarix o'tib ketishadi. Ya'ni kimdir aybdorni qidirishni boshlashadi. Bizda afsuski 90-yillardan ham oldin 80-yillardan boshlangan bir jarayon bor. Bizda faxr tuyg'usini, mana hozir oxirgi yil, mana bu yil Amir Temur ko'rgan bo'lsangiz kerak, 690-ligi nishonlandi. Hamma faxr tuyg'usini undan keyin undayapti, ya'ni faxrlanish. Ya'ni tarix bilan faxrlanish yana kuchayyapti oxirgi bir yilda. Bu bizning foydamizga ishlayaptimi o'zi? Har doim foydasiga ishlashi mumkin. Masalan, faxrlanib qolib ketmoqda. Faxrlanish qarang, o'tib ketgan, vafot etib ketgan 600 yil, 700 yil oldin o'tib ketgan ota-bobo bilan faxrlanish nima beradi? Konkret. Hech narsa. Muammomizni hal qiladimi, yechadimi, yo'qmi? Faxrlanish shunaqa narsaki, deb sinib qoladi odam bitta joyda, to'xtatib qolishga olib keladi. Ya'ni izlanishga olib kelmaydi. Yoki faxrlanadi, faxrlangandan keyin o'zini muammosini yecha olmagan odam nimaga kelishi mumkin? Ichki qanaqadir muammolarga kelishi mumkin. Mani ota-bobom mendan ko'ra kuchliroq bo'lgan, mendan ko'ra dunyoga taniqli bo'lgan yoki boyroq bo'lgan va dunyoga o'zini siyosatini gapirgan. Bu juda xavfli demoqchiman. O'zi ishini amalga oshira olmasa, ota-bobosini qilgan ishini va o'zi eng katta muammoga duch keladi har doim. Psixologik muammolarga duch kelishni boshlaydi. Ideallashtirish, ideal qahramon oldida o'zini unga qurbim yetmaydi. U qilgan qo'lidan kelgan ishni men qo'limdan kelmaydi. Talolmayman. Men tushunaman. Psixologik kompleks paydo bo'ladi. Siyosiyda har xil kompleks travmalar paydo bo'lishi mumkin va nimaga olib kelishi? O'zi buyuk bo'lib tug'ilgan, qobiliyat bilan tug'ilgan degan tushuncha. Va bu albatta juda katta muammoga olib keladi psixologiya. Haqiqat deydigan bo'lsak, xo'p,
qonun bo'yicha belgilab berilgan haqiqat me'yorlari, lekin baribir ba'zi bir o'sha voqelikni ba'zi bir elementlarga to'g'ri kelmasligi mumkin-da. Masalan, bitta kinoda ko'rganmiz, Присяжный номер 2 degan, agar shu Gollivud kinoijodkorlari tomonidan ishlangan kino. O'sha bosh qahramon o'zi shunaqa avtokatastrofaga tushib qoladi-da. Ya'ni o'zi bilmagan holda odam urib ketadi va o'shani o'rniga uni muhokama qilish, sud qilishadi. Lekin u urib ketgan va jazosiz qolmasligi kerak degan bu qonun bor. Baribir bu qonundan chetga chiqa olmaymiz. Baribir jazosini olish kerak, lekin buni orqasida o'sha boshqacha bunaqa omillar ham bor, masalalar ham boradi-da. Ya'ni o'sha aybdorlik prezumpsiyasi qanchalik to'g'ri, Amerika Qo'shma Shtatlarning o'zida ham aybdorlik prezumpsiyasi bo'yicha o'sha sud qilish jarayonini kamchiliklarni ko'rsatib berganda, lekin u odam urib ketgan odam psixический состоянияsi joyida bo'lmagan, ya'ni normal psixik ruhiy holatda bo'lmagan va urib ketgan o'sha odam. Shunda lekin o'sha holatda shunaqa omillar hisobga olinmagan holda u bekordan-bekorga umri zavol bo'lib ketyapti hozir. Va shunda masalan haqiqat lekin bor, qog'ozda yozilgan, kodeksda belgilab qo'yilgan haqiqat, lekin hayotdagi mana shu paradoksal holatlarga qanaqa u masalan tushadi? To'g'ri, mana sud bilan siz sudni yaxshi anaqa qildingiz, yaxshi analogiya bo'ldi. Qarang, tarixni sud qilsa bo'ladimi, hukm qilsa bo'ladimi? Mana haqiqatni izlash uchun, erishish uchun, mana siz aytasiz, haqiqat bor qonunlarda. Mening fikrimcha, umuman yuridik qonunlarda haqiqat yo'qligida har qaysidir kompromiss bor, o'sha jamiyatda qabul qilingan normalar bor. O'shalardan kelib chiqib har bitta qonun tuziladi. Ya'ni oddiy savol borda har doim. Tarixni ustidan sud qilsa bo'ladimi? Mana o'tib ketgan voqea, kim aybdor, sud qilish qanchalik foyda? Mana qarang, birinchi marta qarang, mana bu narsa qarang. Bu yil qiziq narsa bo'ldi. 80 yillik Nyurnberg sudi bo'ldi. Fashizm birinchi marta dunyoda fashistlar ustida sud qilingan 1946-yil Nyurnbergda. Ungacha hech qachon jinoyatchilarni, unaqa harbiy jinoyatchilarni sud qilinmagan. 46-yilda 80 yil bo'ldi. Mana bu yil ikkita kino chiqdi, mashhur filmlar chiqdi. Nyurnberg degan o'sha Rama Malik ham o'ynadi. Ya'ni o'sha yerda bitta mashhur savol ko'tarildida. Tarixni sud qilib, tarixdagi o'sha amalga oshirilgan ishlar ustidan sud amalga oshirilsa, haqiqat naqadar chiqadi. Chunki har bitta bor, harbiydan so'ralganda Nyurnbergda fashistik katta ofitserlardan, fashistlardan. Siz nimaga unaqa amalga oshirasiz? Nega insoniyatga qarshi jinoyatni qildingiz deganda nima degan? Buyruqni bajarganman degan. U adolat deydi. Chunki bu ular uchun sudda bu ular haqiqat qidirayotgani yo'q, adolat kutyapti. Chunki men faqatgina berilgan buyruqni bajarganman. Shuning uchun ham tarixda shunaqa haqiqat qidirish og'ir nimaga? Chunki o'tgan voqeani ustidan qanaqa sud qilish mumkin? Va kim sudya? Va kim oliy hakam bo'lishi mumkin? Kim belgilab beradi? Bu aybdor, bu aybsiz deb. Mana bizda hozir lekin bo'lgan voqeani o'zgartira olmaymiz-ku. O'zgartira olamiz-ku. Tarixchi o'zgartiradi. O'zi bitta anekdot bor, o'tmishni ikkita odam o'zgartira oladi. Alloh taolo bilan tarixchi o'zgartira oladi. O'zgartira olamiz-ku. Yangi faktlar chiqyapti, yangi hujjatlar chiqadi. Bemalol hozir tarixda shunchalik ko'p o'zgartirishyaptiki, bilasizki, biologiya, kimyo 3 yil, 5 yil o'zgarayotgan bo'lsa, hozir tarix ham 3 yil, 4 yil o'zgaryapti. Umuman nimadirda tushunish, uni metodlari, uni metodologiyasi, umuman yozilishi ham o'zgaryapti hozirgi kunga. Sud hozir shunchalik qilyaptiki, tarixdan talab qilyapti va tarixni boshqatdan yozish ham hozir juda ham urfga kirdi. Masalan, biz ham 90-yillardan boshlab boshqatdan yozishni boshladik. 2016-yildan keyin umuman boshqacha tarix yozamiz. Tarixchilar ham. Balki tashqaridagi o'quvchilar ko'rishmayotgandir bu narsani. Lekin o'zimizda bilamizki, masalan, professional tarixchilar bilamizki, tarixni o'zgartirish emas, tarixni bizni boshqa rakursda, masalan, sudda ham har xil rakursda ko'rish mumkin, to'g'rimi? Jinoyatchi nuqtai nazaridan va o'sha jabrlanuvchi nuqtai nazaridan. Lekin hakam kim? Mana tarixga qo'llasa, hakam kim? Kim buni belgilab beradi? Mana biz aytamizki, tarixchi belgilab beradi, kim aybdor, kim aybsiz. Yoki biz yozamiz, masalan, Xoliylar davrida bu xon yaxshi edi, bu xon yomon edi, to'g'rimi? Masalan, Amir Temur zo'r sarkarda edi, Bobur uncha zo'r sarkarda emasdi, masalan. Yoki Mirzo Ulug'bek zo'r sarkarda emasdi. Biz qanaqadir haqiqatni orqali nimani bo'g'ib qo'yamiz? Har xil talqinlanib va odamlarga tayyor nima beramiz? Tayyor qanaqadir g'oya tashab qo'yamiz. Va shu orqali nima? Ularda qanaqadir g'alati tushunchalar vujudga kelyapti. G'alati tasavvurlar vujudga kelishi mumkin.
chunki tarix ustida kim sud qilishi mumkin degan savol borda. Ya'ni bitta keys bor, zo'r yaxshi keys. Biz masalan bilamizki 20-yillarda ko'plar otilgan, 20-30-yillarda va ko'p ham bosmachilar bo'lgan. Hozir juda ko'plarini masalan 2023-yilda esimda 131 tasini shunday oqlab yuborishdi. Ular sud qilgan, Sovet sudi sud qilgan, 100 yildan keyin oqlanyapti ular. Xo'p, endi men savol berdim. Aniki hamma hujjat olib chiqilmadi. Masalan, tarix o'tmish ustidan sud qilinsa, kim aybdorligini? Nima uchun olib chiqilmayapti? Yoki masalan Qodiriy otilgan, Abdulla Qodiriy 38-yilda. Nega haqiqiy yozgan har bitta o'sha yozgan odam, ustida yozgan odam ustida sud qilinmayapti unda? Kim sud qila oladi? Masalan, o'ylaydi, bizning ota-bobo bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'tib ketgan. Uliklarning ustidan kim sud qiladi? Menda yana bitta savol betga, u post factum kimga nimaga kerak? Da, xuddi shu. Bizga hozir nega chiqarib oldi? Shunaqa qilindiki, bizda masalan ko'plar inson oqlangandan keyin zadim chislon bor, prokuraturada chiqqan, sud bo'lgan, Oliy sud, SSR Oliy sudini chiqargan hukmlari bor. Uni hozir biz noto'g'ri davomimizda oqlab yuboramiz juda ko'plarni. Lekin savol, nima uchun kerak? Zilol yaxshi savol beryapti. Nima uchun kerak? O'tmishdagi hukmlarni o'zgartirish, haqiqatni o'zgartirish. Bizga kerakki, Sovet davridagi har bitta jinoiy ish ochilgan jinoiy ish hammasi nima bo'lgan, LPP, hammasi yolg'ondan ekan bo'lganini isbotlash. Ya'ni bu tuzum shunchalik yomon bo'lgan. Biz haqiqatni tiklaydi degan narsani. Lekin men aytaman, haqiqatni tiklash uchun nega unda hamma hujjat, arxiv hujjatlarini olib chiqish kerakmidi? Faqatgina o'shanaqa berishdi. Ro'yxatda berishdi-da, bo'ldi, ro'yxat bilan chiqib ketadi. Ammo aytdim, har bittasini delasini unda e'lon qilinglar ochuv. Masalan, bilamizki, Latviyaning KGBni hamma arxivi bor hozir, otsifrovni, ya'ni raqamlashtirilgan, internetga kirsangiz topasiz. Yoki har bitta yevrey, juda ko'p yevreylar, 6 million yevrey yo'q qo'yilgan-ku, fashistik Germaniya. Har bittasi sayt yaratilgan, har bittasiga bittadan delo ochilgan. Internetda ko'rishingiz mumkin, skaner qilingan. Nega bizda o'sha oqlangan insonlarning har bittasi bo'yicha agar hukm chiqarib olayotgan bo'lsa, juda tez hukm chiqarib olayotgan bo'lsa, nima uchun har bitta arxiv hujjati yo'q? Ya'ni tarix ustidan sud qilish juda og'ir demoqchiman. O'ylab ko'ring, mana oddiy tilda gapirsak. Siz o'zingizni qaysidir vaqtga kelib, endi siz deylik, umuman gapirsak, bitta qiz yoki bitta bola 30 ga kirib o'zini ota-onasini sud qilishni boshlasa, nega meni bunaqa tarbiyaladik? O'tmishda polni ko'ylashni boshlasa, nimaga olib keladi bu narsa? Haqqimiz bormi? Yoki AQShda juda ko'p voqealar bo'ldi. Jorj Vashington haykalini ag'darishdi masalan. U ham quldor bo'lgan, 20 mingta quli bo'lgandi. Unda hamma quldorlar bor, har xil hozir nimadirda dunyoda har xil harakatlar ko'p bor. Black Lives Matters, har xil narsalar. Qoralarni to'lab bersin, yaqinda ham Polsha bizga 1,5 trillion yevro to'lab bersin Germaniya dedi. Germaniya ta'minladi bu narsani. Ya'ni har doim nima bo'ladi? Tarixga hamma nima qiladi? Siyosatchilar, ayniqsa katta siyosatchilar. Tarix ustidan sud qilishmoqchi bo'ladi, ko'rib chiqishmoqchi bo'ladi eski hukmlarni. Haqiqatni qidirishadi. Haqiqat qidirgan sari nimaga olib kelyapti? Hamma bir-biriga nima beryapti? Pretenziya. Hamma bir-biridan bir narsa xohlayapti. Buni qarasangiz, bizda ham xuddi shu narsa bo'lgani uchun, tariximizda, tarixiy kitoblarimizda shunaqa ko'p narsa bo'lgani uchun, hozir necha foiz yosh ota-onasidan nimadirda довольный, nima o'zbekchasiga, o'zidan qoniqadi yoki mamnun. Necha foizi? Ich-ichidan baribir hozir 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yosh o'zini ota-onasini ayblamayaptimi o'tmishdan? Boshqacha oilada tug'ilganda yaxshi bo'lardi. Bunda qarasangiz, odamga o'zi xosda tarixni o'zgartirish. Ayniqsa 30 dan keyin вообще odam tarixni o'zgartirishni xohlaydi. Masalan, men 35 yoshdan keyin o'zim tarixni o'zgartirishni boshladim. O'tmishimga ham boshqacha qarashni boshladim, normal holat. Ya'ni tarixchi o'tmishni normallashtirish kerak, hukm chiqarish kerak emas-da. O'shanda adolat degan narsa qoladi. Adolat va haqiqat bizda keshib ketadi, ahamiyat bering sud bo'lganda. Adolat qidirgandan keyin haqiqat tiklashmoqchi bo'lishadi. Har bir shaxs ichidagi ichki adolatni tinchlantirish uchun adolatni yo'q, endi nimaga xizmat qilib qoladi? Albatta. Lekin bizda eng katta muammo bo'lsa, normal odam adolat qidirmaydigan odam, bilasizmi shuni? Psixik travmasi kam, adolat qidirmasa, men har doim kimdir bilan gaplashsam, adolat tikilmayotgan bo'lsa, adolat qidirmayotgan bo'lsa bor-ku, normal holat deyman. Normal inson o'sha deyman. Endi o'ylang, hozir har bitta o'zbek qizi. Balki adolat tushunchasi o'z aslida yo'qdir, biz o'ylab topgandirmiz. Yo'q, adolat bitta narsa bor. Kantdan keyin Yevropada bitta narsa bor. Biz adolatda sudga berib qo'yishimiz kerak edi, sud organlariga. Qidiradigan odamlar bor u yerda. Ya'ni tergovchilar bor, prokuror bor, to'g'rimi? Lekin bizning jamiyatda bitta eng katta xavfli narsa bor. Har bir inson o'zicha adolat tiklamoqchi.
tarix adolat tiklash kerak emas demoqchimiz. Bizning tarixchilar har bittasi adolat tiklashga harakat qilishyapti. Men aytamanki, adolat tiklanishga emas, adolatga yo'naltirish kerak. Tarixchilar. Lekin adolatni tiklattirib qo'yish kerak emas. Lekin bularga ham ishonishmayapti-ki, nega odamlar hozir tarix o'qimayapti? Mana bu kitob o'qishsa kerak, xudo xolasa. Nega o'qishmayapti oddiy insonlar tarix? Nega o'qishmayapti? Chunki bizga darsliklar. Men o'zimga savol berdim, nimaga men tarixga qiziqmayman degan savol bersam, sababi o'zimiz kichkinaligimizda o'qigan darsliklar, hatto men отличница bo'lganman, juda ham yaxshi o'qiganman. O'sha darsliklar sabab tarix menga juda ham zerikarli ko'ringan, tuyulgan. Shuning uchun men o'ylaganman, menga kerak emas narsa ekan. Где-то raqamlar bor, faqat urushlar bor, janglar bor, keyin bir ikki qahramon bor bo'ldi ekanda. Endi o'ylab ko'ring, o'sha darslikda aybdorlarni ko'rsatsak, shunaqa hayotda ham o'sha qiziqroq bo'larmidi? Hozir maktab darsliklarida yozib chiqdi, masalan. Ruslar aybdor, masalan, Rossiya bosib olgandan keyin biz qo'llashib ketdik. Jadida aybdor, faqat Stalin aybdor. To'g'ri savol berish. Bizani paxta monopoliyasi, monokulturasi bo'lgani ham kimdir aybdor. Hozirgi 90-yillarda vaziyat bo'lgan Karimov aybdor. Xilma-xillik va ma'lum bir subyektiv bo'lsa-da, o'sha fikrlar, nazariyalarni shu bo'rttirib ko'rsatilgan variantlari yo'q-da. Tarixda masalan ozgina bo'lsa ham provokatsiyaga undaydigan o'sha provokatsiya qiziqtiradigan narsa. Yo'q, bor. O'sha savollar mana shu kitobda bor. Chunki men juda ham xursandman shu kitobni birinchilardan bo'lib o'qiganimga. Shu kitobni o'qib, men sal boshqacharoq prizmada qaraydigan bo'ldim. Rostdan ham kuladigan bo'ldim. Men tushunmasdim, nimaga kulaveradi hamma narsani ustidan derdim. Yo'q, bor. Keyin kulishni boshladim. Chunki to'g'ri savollarni qo'yishni o'rgatganlar. Rostdan ham to'g'ri savol qo'ydim. To'g'ri savol qo'yishni o'rgatish kerak edi tarixchilar. Adolat o'zimga qidirib, o'sha ma'lumotni olib, o'zimni adolatimni o'zim tiklayapman. O'zimni haqiqatimni o'zim yaratyapman. Qachonki men savol qo'ya olsam. Shu savol qo'ya olishni bilmagan ekanman. Shu kitobda hamma savollar juda ham chiroyli, по полочкам qo'yib qo'yilgan. Men juda ham tavsiya qilaman. Yengil nafasda o'qiladi. Bu kitobni qachon biz bitirdik? Bu kitob ustida anchadan beri ishlaymiz. Yanvar tez yozib tashladik oyda. Bir 3 oyda, yo'q, 3 haftada yubordim. 3 haftada yozib tashladim. 3 haftada menga kitobni polniy versiyasini yubordim. Aytdim, "Vau", dedim. O'sha payt qachonida men marketolog bo'lib ishlayman, дорожный karta tuzyapman, juda ham ishim ko'p, yengil oldi. Yubordilar, o'qib chiqib men dam oldim. Shunaqa yengil bir nafasda o'qildiki, men o'sha savollarni bo'yicha javoblarni qidirib o'zimni haqiqatimni yasab oldim. Lekin oxirgi baribir yaxshi yozmanman oxirgacha, bilasizmi nimaga? Qarama-qarshi Jahlish chiqmabdi, hech kim anaqa qilmabsiz. O'z haqiqiy tarix o'qigan odam bor-ku, juda ma'yus bo'lish kerak edi. Yo'q, u yaxshi nastreniya bo'ldi. Yo'q, shunisi kinoda bu bizda. Yo'q, shuncha yaxshi emas. Men ko'pincha o'zi aytaman-da, tarix o'qiganda odam yo ma'yus bo'lish kerak yoki bir narsaga harakat qilish. Shunda turib ketdi, bir narsaga harakat qilishni boshlash kerak deyman. Yoki adolat qidirishni boshlasa, aytaman, qanaqadir fashistik yoki millatchi ruhga yo'g'rilgan bo'lishi mumkin. Chunki bir ikkita o'zbek tarixchilarini men o'qisam, faqat nafrat tiliga keladi. Men nafrat tilidan uzoqlashishga harakat qildim. Chunki odamlar o'qiydi, nafratga kelishi mumkin. Nafrat juda ham o'sha adolatga erishishga birinchi qadam nafratda. Nafrat kuchaygan sari insonda nima vujudga keladi? Qanaqadir psixologik uzilishlarda va ijobiy xatti-harakat to'xtab qoladi. Shuning uchun tarixda shunaqa og'ir narsa borki, umuman o'zi aytganda tarix o'qish kerak emas. Chunki normal odam tarix o'qimaydi. Ayniqsa bizning tariximiz. Yo'q, ayniqsa bizning tariximiz. Chunki esimda bir ukam o'qidida, necha yil oldin, 27 yil oldin universitetga kirish kerak edi, tarixdan o'qib. Vaqt aka dedi, nima o'qib chiqdingmi? Uyatib olsam, ha. Nimaga bizani tarix juda ham ma'yus dedi. Hammani mardikorlar majburlashgan ekan, bizani har 100 yilda bosib olishibdi, ezishgan ekanda, o'qib dedi, o'qiyim kelmayapti, nafratlandim dedi. Va qanaqadir g'alati, o'zimni yaxshi his qilmayman dedi. Men aytib, bu normal holat edi, bu postkolonial. Chunki bu aynan tarixchilarni oldida qo'yilgan vazifa dedim, hozirgi davlat tarixchilarini. Aholi o'qib, xatti-harakatdan ko'proq to'xtash kerak. Va ko'proq o'zini irodasini boshqaga berib qo'yish kerak. Irodani bosish degan narsa bor. Chunki matn bilan har xil matnlar, siz matn bilan ishlagan ekansiz, bilaman. Matn ayrodi. Bir xil matnni o'qiganingizda irodangiz kuchayadi. Bir xil matnlarni o'qisangiz iroda susayadi. Bizda bir o'qirdik, men yoshligimda hozir u gap olib tashlashdi. 2700 yilda biz 125 yilmi erkinchigan ekanmiz. 2700 yilda har dam kimdirlar bosib olgan ekan.
Lekin hozir bu narsadan sal qochdik. 90-yillarda shunaqa narsa bor edi. Mana aynan biz hozir 91dan keyin eng katta yutuqqa erishdik degan mafkura bor edi. Irodani biz o'sha hukumatga yoki davlatga berib qo'yardik. Lekin hozir 2016-yildan keyin vaziyat o'zgaryapti. Endi irodali insonlar kerak. Chunki jamiyat irodali insonlarni talab qilyapti. Endi shunaqa matnlar kerakki, irodani bosib qo'yish kerak emas. Insondagi irodani xatti-harakatda. Lekin bunaqa matnning o'zi yo'q. Chunki istagan hozir o'zbekcha tarix o'qisam, irodam so'zlayotdi-da, faqat kuchli shaxsga bog'lanib qolgan ekan. Yoki kuchli imperiyaga, kuchli qaysidir tashqi dushman bizani bosib qo'ygan ekan. O'qigan sari odam nima qiladi? Hardam tushkunlikka tushadi. Shuning uchun men hatto bir taklif berdim, albatta bu taklifga hech kim quloq solmadi. Maktabda tarix o'qitish taqiqlash kerak dedim. Universitetda o'qishni boshlasa, maktabda umuman taqiqlab qo'ysin dedim. Hamma aytdiki, nima deysan, bizda vatanparvar vujud kelmaydi, lekin bu o'qigan tarixchilar vatanparvar vujud kelmayapti. Chunki bizda narsa borda, vatanparvarlik bilan anaqa adashtirishadi, nimadirda? Millatchini yaxshi, millatchi so'zi bu yaxshi ma'noda. Chunki vatanparvar bor, bizda vatanparvar degan so'zni juda yaxshi ko'rishadi. Hozir patriot degan so'z ham populist. O'zi qanaqa ma'noda tushuniladi bizda vatanparvar bilan millatchi? Voy, bizda millatchi albatta negativ tushuniladi, juda. Millatparvar degan so'zni juda yaxshi ko'rishadi. Va hozir bir Azimatziyo bor, u millat oydinlari degan so'zdan kirib chiqdi. Endi qanaqadir o'zi millatga oid so'zlarda millat oydinlari degan so'zni hozir tushunarsiz so'z. Tushunarsiz qanaqadir juda shirin so'zga o'xshaydi qanaqadir oydin. O'zi millatni millat qilib shakllantirishda asosiy rol o'ynaydigan omillar nima deb o'ylaysiz? Birinchisi bu albatta tarix. Chunki millat har xil spektr borda. Spektr deganda oddiy normal milliy parvardan ya'ni millatchi yaxshi ma'noda ishlatilyapti. Eng o'ta millatchigacha. Ya'ni juda spektr bir 6 xil, 8 xil millatchi bor bizda. 6-8 xil. Bir xil aytadiki, faqat biz o'zimizning texnologiyaga tayanishimiz kerak. Bir xil aytadiki, faqat biz o'zimizning tadbirkorlarga tayanishimiz kerak, chet el investitsiyasi kerak emas deydi. Bir xil chet el investitsiyasidan foydalanib texnologik olg'a yurishimiz kerak deydi. Va bu jamiyatda shunaqa odamlar borligi yaxshi. Qilyapti guruhlar. Yaxshimi bizga? Yo'q, bu normal holat. Normal holat, lekin ikkinchi holat borda, ikkinchi holat bor. Bular har bitta gapirayotgan gapi faqatgina internetda o'tirganda, bir-birlarini so'kishganda, Facebookda, Instagramda, YouTube'da o'tirib, faqat negativ kommentlarda bilinadi-da. Ular normal dialogga kirishmaydi. Bizning jamiyat muammosi shundayki, har xil millatchi odamlar. Biz hammamiz O'zbekiston yaxshi bo'lsin deymiz. Hammasi o'zbek yaxshi bo'lsin deymiz. Lekin hammani har xil rakursda qarayapti. Aynan yana shunga qo'shimcha savol. Bizda o'zi mana toqatsizlik birovlarning fikriga, mustaqil fikriga nisbatan eshitishi bilmaymiz. O'ta nima deydi? Agressivmiz, o'ta radikal fikr bildirishga ham moyilmiz. Chunki hammamizda psixologik muammo bor. Shunaqa. Bu koloniya bilan mana shu bosib postkolonializm deb aytdik. Postkolonializm bu qachon xalos bo'lamiz shu postkolonializm? Bu birinchi gal hozir bitta g'alati narsa aytishim mumkin, ota-onalarga bog'liq. Shunaqa. Ota-onalarda bilasizmi, bolalar bir narsa so'rasa, ovozini o'chirib deydi. Men juda ko'p jiyanlarga qarayman, ovozini o'chirib deydi. Hozirgi ota-onalar unaqa deyishmayapti. Siz ovozini o'chirib demayapsizmi bolalar? Yo'q, men unaqa demayman. Nima deyapsiz? Jim tur deysizmi? Yo'q. Nima deysiz? Unaqa men eshitaman bolalarimni. Millenniallarni pokoleniyasi deymiz. Millenniallar avlodi yaxshi ota-ona bo'ldik biz. Masalan, yangi kino chiqdi, men boraman, bolalarimni olib borib ko'rsataman, chunki kino bilan tarbiyalayman bolalarimni. Siz atrofingizdagi ota-onalar adekvat ekan. Sizdagilar kamda, lekin umumiy olganda ota-onalar baribir o'zini eng xavfli bor. Mana ukam ancha anaqa bilan shug'ullanadi, til masalalari bilan shug'ullanadi, siyosiy til masalasi bilan shug'ullanadi. O'sha aytdiki, bir O'zbekistonga kelganda aytdiki, eng katta muammo bilasizmi nima degan O'zbekistonda dedi. Nima gapirdi dedim. Ota-onalar o'zini erishmagan orzularini bolalarida amalga oshirishmoqchi dedi. Ularni majburiy ishlashyapti. Nega xususiy universitetlarda bolalar ko'p dedi, studentlar ko'p? Chunki o'ziga kirish olmagan. Endi imkoniyat paydo bo'ldi 16-yildan keyin. Yoshligimda shifokor bo'lmoqchi edim, bo'lolmadim, san bo'lgan. Endi o'ylang, bu narsa shuning uchun ham bizda hamma adolatparvarda, hamma o'zicha aqlli. Nimaga? Bosim katta oiladan boshlangan. Oilada ota-onalar o'zining orzularini majburiy singdirishyapti bolalarga. Ya'ni avlodlar orasidagi to'qnashuv kuchayyapti va bu to'qnashuv qaysidir kimdirlar, men juda ko'p universitet studentlardan so'rayman, nima qilsam bitta o'qitsa, ota-onam xolayapti deydi, men o'qigim kelmaydi deydi.
ya'ni ularni majburlashyapti o'qishga, ularga pul berishyapti. Bizda nimagadir farzandning mustaqil fikrini mahmadonalik o'z boshiga yo'q, o'zi mustaqil qarash kuchli-da. O'zi bizda mustaqil Avlodlar fikr bormi degan Alohida shaxs, individual shaxs deb qarash. avlodlar almashadi-ku. chunki bu Ana narsa o'shanda bu ketadi. ketmaydi bu hech qachon hali beri. Hali beri Nabarat ketmaydi. og'irlashadi. Yo'q, bu ketadi, chunki- Nabarat ziloli og'irlashadi bu. Chunki men Factfulness kitobini juda ham yaxshi ko'raman. U yerda nima deyildiki, avtor nima qilyapti muallif, hamma faktlarni yig'yapti-da, uni analiz qilyapti. Ana o'shanda aytilyaptiki, u Bill Gates ham eng yaxshi ko'rgan kitobi ekan. U amerikanlar uchun-da. Biz o'zbeklar o'rganmagan, O'zbekiston Toshkentda Bill Gates bir oy yashasa qochib ketadi. U aytilyaptiki, qarang, qachon vaziyat o'zgaradi, qachonki bir avlod almashadi-yu, ana o'shanda keyingi avlod уже boshqacharoq bo'ladi. Bizda mana almashyapti. degan bor. 2008da kelyapti. Men ko'ryapman universitetda. Hech qanaqa men ularda mustaqil fikr ko'rayotganim yo'q. Nima uchun? Chunki bosib qo'yishgan ularni. Boshqa varianti yo'q, faqatgina Instagramda o'tirishibdi. Ya'ni qololikni ko'ryapman. Ya'ni mustaqil fikr degan narsani umuman tushunishmaydi. Nimaligini ham tushunishmaydi. Hali demak avlod to'liq almashib bo'lmadi. Yo, almashdi. U 91 dan keyingi bitta almashdi. Lekin o'rtaga masalan texnologiya, masalan yangi innovatsion texnologiyalar, yangi metodlar kirib borishi, masalan dars o'tish jarayonida deylik, umuman hali internet masalan o'ylayman respublikaning bir 60% hududiga kirib borgan bo'lsa ham qanaqa foydalanishi bilmaydi, to'g'ri qanaqa nimaga yo'naltirishi bilmaydi. Foydalanishi bilganlari ham har xil yolg'on chap tarafga kirib ketishyapti-da, oqimlarga ergashib qolishyapti. Keyin bizda yaxshi kitob ham yo'q, yaxshi o'qishga, chunki maktab darslaridan olsa, maktabda majbur o'qiyotgan adabiyot ham, tarix ham ularga critical thinking deydi-ku, o'sha tanqidiy fikrlash o'rgatmaydi umuman. Ular faqat orzular. Qarang, bitta narsa bor. Yosh avlod 2007-2008 da tug'ilgan yosh avlod hozir universitetga kirdi ushbu yildan. Bular faqatgina orzular bilan yashashyapti. Orzular. Ota-onasining orzusini birinchi marta amalga oshiradi, ikkinchisi o'zining orzusini amalga oshirmoqchi. Bu albatta travmalarga olib kelyapti-da, na kitob yaxshi o'qishyapti shuning uchun, na fikrlash ham bor shuning uchun. Yelkasida ikkita yuk bo'ladi. Faqatgina orzulari bor. Men buni erish olsam, iPhone 17 olsam, buni olsam, orzular, primitiv orzularda o'tirishibdi. Bu primitiv orzular hech qachon anaqa bo'lib kelmaydi. Jamiyat rivojiga yoki jamiyatda yangicha o'sha haqiqat yoki yangicha adolat izlashga hech qanaqa masalaga olib kelmaydi. Demak, avtorlarni o'zi teytugi nimaga borib taqalyapti? avtorlar yo'qdir. Bizni maqsadlarimiz, orzularimiz primitivligi. Primitiv juda ham oddiy, hali biz to'yinmagan bu narsaga. Yetishmovchilik bo'lgan, o'sha ya'ni Maslow piramidasini birinchi etajdan chiqmagan. Yo'q, endi qarab bitta narsa. Yo'q, erishish mumkin. Men juda ko'plarni taniman, qo'lida bo'lishi mumkin-da, iPhone 7 yoki Pro hamma narsa bo'lishi mumkin, mashinasi uyi ham bo'lishi mumkin, lekin negadir bari rivojlanishi yo'q. Yaxshiroq mashina, yaxshiroq uy. Xo'p, yana u hech narsa emas-da, u keyin yaxshiroq mashina, yangiroq uy. Rosa hech narsa shakllanmaydi. Shuning uchun bizda jamiyatda juda ham katta kelishmovchilik bor, bir-birini eshitmaydi, hammaning o'zining adolati bor. Chunki dediki, menga qiziq narsa senga qiziq emas deydi. Yoki senga qiziq bo'lmasa menga farqi yo'q. Befarqlikni takoy nimadirda madaniy formasiga kelyapmiz. Balki bu endi elitaga balki qanaqadir mas'uliyat berar. Chunki bizda rostdan ham elitani timsollari yo'q shakllarini men ko'rmayapman. Chunki masalan kim orqasidan ergashaydi? Blogerlarmi? Siz ergashadigan, yo'q, to'g'ri, ergashish kerak, elitani muammosi katta albatta. Lekin ikkinchisi bu ziyolilar bilan tarixchilarning orasida juda ko'p muammo bor-da. Ular shu narsani hal qilish kerak. Shu savollarga og'ir savollarga javob berish kerak. Nega umuman yoshlar men ishlayapman o'sha 2007-2008 tug'ilganlar bilan. Nega ular tarix o'qishmaydi yoki hech narsani o'qishga qiziqishmaydi? Muammoni topish kerak. Chunki ularga u narsa ehtiyoj emas deydi. Sizga qiziq narsa menga qiziq emas deb eshitasiz. Men lekin ularga tushuntirishga harakat qildim. Sen hozir qiziq emasdir, lekin ichingdan bari norozisan. Hozirgi tarix fani odamni har bir inson noroziligini aks etish kerak. Bu matnda o'sha narsa bo'lishi kerak. Chunki borib 25-30 da borib kimlarni ayblashyapti? Ota-onasini ayblashyapti, siyosatchilarni ayblashyapti, tarixchini ayblashyapti, maktab ayblashyapti, yaxshi o'qitishmagan deydi. Xuddi shu muammo aylanaveradi. Shuning uchun ham almashursa ham bor, nimadirda avlodlar almashursa ham biz o'sha holatda, o'sha initial deydi, boshlang'ich holatda qolaveramiz. Ahvol bundan ham og'irlashaveradi. Juda negativ, pessimist bo'lib ketadi. Elita qatlamni ijtimoiy tarmoqlarga masalan qanday jalb qilishimiz mumkin va o'sha
avlodlar almashinuvida ham biz hech bo'lmasa bir ikki bosqich yuqoriga ko'tarishimiz uchun, ya'ni ong jihatdan rivojlanish o'zi umuman ongimiz taraqqiyotini bir pog'ona bo'lsa ham yuqoriga ko'tarishimiz uchun qanaqa shu elita toifada samarali foydalansak bo'ladi, qanaqa ularni jalb qilishimiz mumkin? Hozir masalan blogerlarni bular aytdilar, o'z masalasini ko'tardi, lekin blogerlar bizdagi qanchalik masalan Shu bitta savol bor edi. Blogerlar hozirgi elitami degan. Yo'q, blogerlar elita emas, bular elitani manfaatlariga xizmat qilayotgan odamlar, blogerlar. Bu bir. Ikkinchisi siz aytayotgan narsa, bu narsa 30-yillarda ham amalga oshgandi. Savol, biza majburlashimiz kerakmi yosh avlodni o'qishga? Majburlay olmaymiz. Manfaat, majburlashimiz kerak. Ikki, majburlamasak ularni hayotlarini og'irlashtirishimiz kerak. Chunki ular o'zi anglab yetish kerak unga kerakligini. Balki bizani Aleksandr Kozhev degan filosof bo'lgan, o'sha aytganki, Stalinga bitta xati bor. Siz degan hozir juda ko'p qirg'in barot qilyapsiz, ko'p repressiya qilyapsiz, ko'p bosim qilyapsiz aholiga. Undan ham battar kuchaytiring degan. Ya'ni ularni nimaga otib tashlayotganini, nega yomon yashayotganini tushunmay qolsin degan. Keyin anglanish keladi degan. Chunki hayot og'irlashgan sari keyin anglash keladi baribir. Chunki agar bular o'zi xohishdan bo'lmayotgan bo'lsa, kitobdan yoki ta'limdan olmayotgan bo'lsa, baribir kun kelib nimaga keladi? Hayot og'irligidan keladi. Bu eng yomon variant. O'zi bahardam aytaman, og'ir variantdan qochishimiz kerak. Bizda hozir ikkita variant bor. Hayot og'irligidan u 25 yoshdan keyin sinib qolib, keyin majburiy 30 dan keyin o'zi 30dagi periformatirование. Bizda yana trendga chiqdi, mana hayot 30-40 yoshdan keyin boshlanadi. Haqiqiy hayot. Yo'q, boshlanmayapti, bu qanday tugab qolyapti. Krizis, men masalan 30-34 yoshda bo'lsam, men krizis sezyapman. Nimada krizis sezyapsiz? Nimada yoshimda krizis sezyapman. Chunki xuddiki balkim ijtimoiy tarmoqlar ta'sir qilayotgandir. U muvaffaqiyatli menda yo'q, uni yarmidan ko'pi ham degan solishtiruv bo'layotgandir. Bu Instagram anaqasi deydi, borib orzu. Men u hayot meni oldimdan o'tib ketyapti. Kirganda bo'lmaydi, bizani avlodda. Nabarot 18-20larni eshitding, umuman ular Instagramni ko'rganda ular o'tib ketyapti. Hayot bizani oldimizdan o'tib ketyapti. Kimdir Istanbulda yuribdi, men Toshkentdaman hali ham. Bu yil bir marta ham dam olmadim. Bunaqa qilmadim. Bu narsaga bog'lanib qolish kerak emas. Ya'ni asosiy maqsad tarixchilarni, ziyolilarni bu tushunish kerakki, bu hammasi reklama. Bizda bir narsani tushunishmayapti. Hayotimiz bu shou, yarmisi reklama. Instagram, Facebook, ijtimoiy sohalar bu reklama. Va bizani vaqtimiz olayotgan. Har bitta inson hozir bir narsaga erishish uchun juda 2 barobar ko'proq nima qilish kerak? Ana qilish kerak. Userja o'zbek tilida nimadirdi? Harakat qilish kerak. O'zini energiyasini juda katta og'ir narsaga erishishga, og'ir mehnat bilan erishishga erishiladigan narsalar. Hozir masalan 30 yil, 40 yil oldin osonroq erishiladigan narsalarga hozir 2-3 barobar qiyin erishyapmiz. Chunki konkurensiya katta. Yoshlar ko'p, o'qiyotganlar ko'p, 48% ga yaqin yosh oliy ma'lumot olyapti. Yildan yilga har doim konkurensiya o'syapti. Raqobat kuchayyapti. Raqobat kuchayganda albatta nima? Ilm kuchayadi. Shuning uchun meni prognozim bo'yicha bir 5 yil ichida, ya'ni ilmga munosabat o'zgaradi yoshlarda ham. Chunki ular tushunishadiki, bu hammasi reklama. Instagram ham, blogerlar ham, har bitta chiroyli hayot ham, bu hammasi reklamaligini tushunishadi. Ayniqsa chet elga 1-2 marta borib kelgan odam shunday tushunyaptiki, bu reklamaligini. Men chet elga borib kelganman, borib yuraman, lekin men shunga yetib kelmayapti, menga reklamalik. Shuning men siqilib qolyapman. Siz yaxshiroq universitetda yurishingiz kerak. Birisi o'zim olib borib kelishim kerak ekan. Men yuradigan joylarda yurishingiz kerak. Chunki ularning ichiga tushib qolsam, men haqiqiy ziyolilarni, masalan, o'zbek ziyolilarini ham ko'p taniyman men. O'zbek ziyolilarda ko'pincha norozilik, ichki norozilik yoki kimdir ayblash, haqiqat qidirish, adolat qidirish yoki haqiqatni bilib olgan hammamizga tiqishtiradi. Bilasizmi, haqiqat tiqishtirgan shunaqa yomon ko'raman. Men chidolmayman. Mana bu kitobda ham shunaqa, men ham tiqishtiryapman hammaga. Shuning uchun o'quvchilar tiqishtirib, agar qancha negativ yozsangiz shuncha ham yaxshi. Yo pozitiv ham yozinglar. Bu ham istagan kitob ham shunaqa narsa, bilasizmi? Men kitob yozishdan qo'rqardim boshida, chunki istagan kitobni tiqishtirishda baribir o'zini pozitsiyasini, o'zini haqiqatini, balki u o'zini experiencedir, balki tajribasi. Bu men uchun, men yozib o'zim qanaqadir bir narsalardan o'zimni travmalarimdan ozod bo'lgandirman, boshqalarga o'sha travmalarni berib yuboraman. Shuning uchun bu xil kitob yozdim, o'qiysiz o'qimayman. O'zim ham kandan o'qiyman, lekin shunga yaxshi talab qilishga haqqingiz yo'q, siz yozgan kitobni. Darrov o'qimayman-da. Sekin o'qishga harakat qilaman.
Chunki nimaga? Chunki har bitta inson ayniqsa o'zbek ziyolisi o'zini travmalarini yozadi, bor narsalarni. Masalan, g'arbda sal boshqacharoq ularda o'zini travmalari reklama bo'lishi mumkin, hayot tarziga aylanishi mumkin. U travmalar kamroq ularda. Bizda hozir eng katta muammo madaniy bor-ku, nega hozir bularda ham krizis sizlarda? Chunki o'sha kruglar bor, o'sha doiralar bor, intellektual doira. Ya'ni o'zlariga izlayotgan nimalarga savollarga javob topish qiyin. O'sha topolmayapman. Da. Mana shunga qiynalyapman. Shunga men bilan ko'proq gaplashaverasiz, inqiroz qolmaydi sizda. Lola men bilan ko'p gaplashing. so'rayman. Baxtiyor aka, men savoliga kitob bering menga. Yaxshi kitoblar tavsiya qilib turadilar menga. Aslida bu narsa tabiiy bo'lishi kerak emasmi? Tabiiy bo'lishi kerak. Agar savol, agar hayotda masalan umuman beradigan hayotda maqsadingiz yoki savolingiz bo'lmasa, nimaga degan savollaringiz bo'lmasa, yashashdan nima ma'no bo'ladi? Shunaqa to'g'ri aytasiz. Siz o'ylayapsizki, hamma hozir tabiiy o'zi mavjudlikni ma'nosi emasmi? O'zi nima? Hozir o'ylayapsizki, har bitta yosh qiz mazmun qidirish shartmi hayotdan deb o'ylayman-da. Xo'p, mazmun qidirmasak nimaga? Nima uchun yashaymiz? Biz shu hayotda chiroyli yashash uchun yaratildik. Meni pozitsiyam shunaqa. Men u mazmunni, ma'noni qidirib yursam, men aktualligini yo'qotib qo'yaman. Sizda o'sha sovet davrida o'qib ketgan, sizda oilada ko'proq sovet intelligensiyasi ko'proq bo'lgandir-da. Menga kimdirlar mehnat qil ko'proq desa, men aytaman, mehnat ko'p. Mehnat orqasida har rohat bo'lmaydi deb hazillashaman. Sen unaqa demagan, anisi qarilarga aytsam bor, mehnat atilab aytaman, qarilar bilan gaplashib qolsam, mehnat orqasida rohat bo'lmaydi har doim. Bu hammasi yolg'on, sovet davlatining mafkurasi desam, yo'q, bari mehnat qilsang odam bo'lasan. Men aytaman, mehnat qilaversa, har doim mehnat maymuna odamga aylantirmaydi deb hazillashaman inglizda. Yo'q, lekin masalan hamma ehtiyojlaringizni qondirsangizda, masalan, mana bo'lmaydi. O'zi mana Moskva piramidasining 4-bosqichiga yetib bordingiz, endi ma'naviy ehtiyojlaringizni ham hammasini masalan yopdingiz, gestaltlaringiz yopildi, lekin siz eksistensial krizisga siz shunaqa aqlli so'zlarni ko'p gapirar ekansiz. Yo'q, mana eksistensial qo'rayotgan ishni sen tushunmayapti o'sha. O'sha nimadan kelib chiqadi shu narsa? Bilasizmi, Maslowni men umuman yomon ko'raman. Nimaga bilasizmi? Chunki Amerika jamiyatidan kelib chiqqan. Maslow tuzayotganda bor o'zini ehtiyojlar o'sha piramidasini. Lekin mantiqiy tuzilmagan. Yo'q, mantiqiy, lekin o'zbek jamiyatida nima qilish? O'zbek jamiyatida nima talab qo'yasiz? Bir vaqt o'zida ham ma'naviy, ham anaqani materialni, ya'ni moddiyni ham olib ketishimiz kerak. Albatta, ma'naviyat markazida turibdi-ku, birinchi bor ma'naviy, ma'naviy ketishimiz kerak, lekin olib keta olmaymiz-ku. Olib keta olmaymiz, o'shancha nima deyapmiz? Keta olmaymiz. Biz moddiyatdan tashqariga chiqa olmayapmiz. Shunaqa. Nega ma'naviyat markazi bor, ularni hisobotdan eshitsak boshqacha gaplarni eshitolmayman. U ma'naviyat markazini ishini men tushunmayman. Yo'q, o'zi ma'naviyat markazi, moddiyat to'g'ri gapiradi. Ma'naviyat deganda o'zi biz nima tushunamiz? O'zbek xalqi. Men ma'naviyat so'zini nima tushunmayman nimaligini haligacha. Nimaga ma'naviyat degan tushuncha? Yo'q, men ma'naviyat nima? Men aytaman. Milliy g'oya, ma'naviyat. Yo'q, men unaqa narsalardan umuman uzoqdaman, milliy g'oya, ma'naviyat. Men asosiy narsa nima? O'qimishlilik bor, o'qimishsizlik bor, bo'ldi. Ma'naviyat inson yo'q, menda o'qimishli inson bor. O'qimishli inson bo'lsa, albatta bir narsaga erishadi, moddiyat o'zidan o'zi keladi deyman har doim. Menda g'alati mistik, g'alati takoy narsa, tushuncha bor. Chunki baribir o'qimishsiz odam baribir nimadirda kuchli yoki biznesmen yoki kuchli tadbirkor yoki kuchli moddiyatga erisha olmaydi. Moddiyatni nazorat qilish degan narsa bor. Bizda juda ham primitiv tushunishadi moddiyatda. Masalan, bitta mashinasi bor yoki bitta kvartirasi bor, krediti bor, bo'ldi, men moddiyatga erishdim deb o'ylaydi. Ya'ni atrofdagilarni ham moddiy o'lcham boshlaydi. Lekin bizda bitta narsani tushunishyapti. Piramida emas, bu Amerika jamiyati uchun bo'lgani uchun. Bizda umuman bu piramida ishlaydi. Bizda piramida emas, bizda nima desa bo'ladi? Qanaqadir zinapoyami yoki zinapoyami deyish kerak emas, pastdan tepaga tushuniraman. Ya'ni hozir o'qib oldim, endi hadam aytadi menga, shuncha o'qiding, endi nima mashina haydaysan? Unda nima haqida? Ya'ni bog'liq, ya'ni o'qimishliligim bilan moddiyatni bog'lash. Pastdan chiqyapmiz-ku, pastdan. O'zbeklar tepadan pastga tushyapti. Chunki o'zbek xalqida bitta g'alati tushuncha narsa bor. Bizda o'zi g'arbdan ko'ra biza nima moralniroqmiz, etikamiz baland, to'g'rimi? Turmushimiz ham yaxshi, o'zimizdan tutishimiz ham, kiyimimiz ham va dunyoqarashimiz ham baland deb o'ylaymiz, to'g'rimi? Istagan o'zbek shunaqa deb o'ylaydi. Men shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun men har doim aytaman, biz tepadan pastga tushamiz. Moddiyat pastda. Bizda nabarot bor, piramida masalan nabarot ishlaydi. Chunki biz avtomat ravishda biz hamma o'zini aqlli deb o'ylaydi. Avtomat ravishda yaxshi musulmon, yaxshi ota, yaxshi ona. Chunki bizga singdirishyapti, mana tariximiz zo'r. Hamma narsa zo'r, hamma narsa zo'r bo'lgandan keyin moddiyat to'g'rilash kerak. Mana shu moddiyat bilan olmayapmiz. To'g'ri, lekin
Moddiyatga hech qachon kelib bo'lmaydi, chunki moddiyatda o'lchami bor har doim. O'lchami agar sani bir xonang bo'lsa, bitta mashinang bo'lsa yoki oyiga puling keltirgan bo'lsa, nega unda san baribir ehtiyojdan ortiq narsaga intilyapti bizda? Bu tabiiy emasmi? Bu tabiiy emas. Bu amerikancha fikrlash bo'ladi. Bekorga aytman. Yaqinda yana ukam keldida, men ukam yaxshi ko'raman. Ukam har kim keldi 2-3 kun aylangandan keyin undan so'rayman. Nima ko'ryapsan sen jamiyatda? Bu yerdagi amerikanskaga ham qo'shibdi o'zbeklar dedi. Shunaqa. Ne unaqa desansan, o'zigacha hamma aqlli, hamma biriga aql o'rgatadi va pul bilan o'lchashyapti hamma narsani dedi. Pul bilan o'lchash bu g'alati emasmi dedi. Yo o'zi juda yaxshi yashaydi, u ham hayron bo'ldi. Amerikancha bo'lib qolishdi dedi. Ya'ni o'zligimiz yo'qotib qo'yapmiz-da bu narsada. O'zbek deganda biz kim uchun olyapmiz hozir? Men haligacha tushunmayapman. O'zbek degani bu musulmonmi yoki tadbirkormi, uyi bor, oilasi bormi? Kim o'zbek? O'zbek umuman yo'qolib qolyapti. Yoki haqiqiy o'zbek qizi zilolamiz sizmi? Kim? Zamonaviy o'zbek. Zamonaviy o'zbek o'zi qaysi standartligiga javob berish kerak. Qanaqa kitob o'qish kerak? Masalan, standart. Bir esidami bir gazeta o'zida bir chiqilishuvdi 5-6 yil oldin. Har bir inson o'qiydigan 10 ta majburiy kitob. Katta odamlardan so'rab yurishdi. Siz qaysi 10 ta kitob tavsiya qilasiz? Esidami shunaqa gap bo'ldi rosa yurishdi. 10 ta kitob. Hayron bo'ldim. Bilasizmi, qaysi kitoblarni tavsiya qilishdi? Daniel Defoe'ni Robinson Crusoe'sini, g'arb adabiyotini 9 ta. 10 tadan g'arb adabiyoti 10 ta edi, bittasi bir ikkitalar Qur'on deyishdi, bir ikkitalar Boburnoma deyishdi, o'tgan kunlar deyishdi. Yarmisidan ko'pi g'arb adabiyoti edi. Men hayron qoldim, haqiqiy o'zbek shakllanishda bor, mana bu o'qimishli. Nima u Daniel Defoe'ni o'qimagan bo'lsa o'qimishli emasmi? O'qiganmisiz Daniel Defoe'ni masalan? Daniel Defoe. Robinson Crusoe'ni. Robinson Crusoe kinosini ko'rganman. Yo'q, kitobini deyman. Yo'q, endi kattalar o'shada gazeta o'zida hayron qoldim. Почти respondentlar so'ralganda Daniel Defoe'ni aytishdi Robinson. Yoki yana kim aytishdi? Dostoyevskiy hozir moda bo'ldi. Yoki Dostoyevskiyni Telbasini yoki Jinoyat va jazoni o'qiganmisiz masalan? O'qiganman. Nimaga keldi? O'zbekligingizga nima ta'sir qildi? Yo'q, men ta'sir qilmadi, juda ham qiyin, juda ham murakkab. Yo'q, masalan siz kimni yaxshi ko'rasiz jahon adabiyotida? Jahon adabiyotidan asosan shu Prost kim bor ekan? O'zi Bulgakov. Yo'q, hop Bulgakov deymiz. Men Bulgakovni yaxshi o'qiganman. Bulgakov master Usta Margaritani o'qigansiz. Ha? Usta Margaritasini o'qigansiz. Usta Margarita hop o'zbek qiziga nima beradi? Nima kerak? Yo'q, savol juda oddiy. Masalan, men shunaqaki o'qimagan bo'laman-da. O'qimagan toshkentlik Bolotnoy bolaga tushuntiring. Men Usta Margaritani o'qiganman, sen o'qimagansan, siz o'zingizni ustun his qilyapsiz. Nima beradi Usta Margarita sizga? O'zbek qizi sifatida nima bergan? Nima beradi degan savol bilan o'qimaganman. Xo'p, o'qiganingizdan keyin nima his qilgansiz? Hozirgacha nimaga men Bulgakov o'qiganman deyishingiz mumkin, qaysidir joyda o'tirgan. Men har doim savol beraman, o'tirib qolamiz, men Margaritani o'qiganman. Nima bo'ldi deymanki? Xo'p, nima asosiy fikr nima chiqdi? Bitta gap bilan. Yo'q, Dostoyevskiyni o'qibsiz, tushunmadim deyapsiz. Men tushunmadim. Yo'q. Umuman aytaman, Usta Margaritani umuman qiz bola o'qish kerak emas degan mumkin. Nega? Sabab? Yo'q, mana siz o'qigan ekansiz-ku. Nimaga o'qish kerak emas? Kim to'g'risida asosiy Usta Margarita? Ayollar to'g'risida emas bitta. Usta haqida. Ayol haqida kim nima u Margarita? Biz ayol bo'lganimiz faqat ayollar to'g'risida. Yo'q, gap nima beradi deyman, o'zbek qizining shakllanishiga. Tushunyapsizmi? Masalan, siz aytishingiz mumkin, masalan, ikkita kitob ayting, o'zbek qizini o'qimasa, o'zbek qizi emas, shakllanishi o'sha fikriy shakllanishiga. O'tgan kunlar. Yo'q, o'tgan kunlar umuman o'tgan kunlar u erkaklar Otabek haqida deylik, hech qanaqa ayol haqida emas. Birinchidan kitobni o'zbek qizman o'zini shakllantiradimi deb o'qish xato. Yo'q, o'zi shunaqa narsa bor-da, masalan, har doim o'zbek erkagi o'qiydigan 10 ta kitob bo'lishi kerak. Yoki o'zbek bittasi mana shuni o'qisin, baribir ham erkak kishi nuqtai nazaridan yozilgan. O'zbek qizini o'qimishlikligi nima belgilanadi? Masalan, men juda ko'p qizlar bilan gaplashaman-da. Nima kitob o'qiding deyman. Bu xil aytadi, Dostoyevskiyni o'qiyman Telbasini dedi. Men aytdim, Knyaz Mishkin kim o'zi o'tdi deb savol beraman Telbada. O'qiganmisiz Telbani? Dostoyevskiyni. Telba to'liqmas. Xo'p, Usta Margaritada, Usta Margarita o'zbek qizining shakllanishiga va qaysidir joyda kechqurun choy ichib o'tirganida nima bilan hayron qoldirasiz? Masalan, o'qimishli o'zbek yigitini. Siz aytgan prizma bo'yicha men Usta Margaritani yaxshi o'qidim. Hech narsa bo'lmaydi. Unda nimaga unda o'zbek qizi mana eng katta muammo shunda. Hop, mayli o'zbek qizini olib tashlang. Hop, gender olib tashlaylik, hop, gender olib tashlaylik. O'zbek qaysi kitob o'qish kerak? 5 ta kitob. Hozir aytish mumkin hamma o'tgan kunlar.
bittasi chiqib Nimaga olmaydi. biz belgilab berishimiz kerak? Uni kim- Yo'q, endi bor-ku kanon. o'qish kerak, Qarang, yani kanon. ingliz o'qish kerak. Bitta narsa Ingliz bor, belgilab o'zbek berishimiz kerak. shakllanish kerak, to'g'rimi? Haligacha millat sifatida. Masalan, Rossiyada Barcha Pushkin zamonlarda все deyishadi. Pushkinni har bitta rus o'qib chiqish kerak. Mana bittasi aytdiki, Navoiyni har kuni o'qish kerak dedi. Navoiyni Mana tushunmayapsiz. bir Usmon Azim bir anaqasida bor, endi anaqa kitobida bor, me'morida. Har bir o'zbek ziyolisi doimo Navoiyni o'qish kerak. Men har doim Navoiyni ochganimda yangi narsa olaman deydi. Rozimisiz? U juda ham qiyin. Hozirgi o'zbek zamonaviy. Siz Navoiy o'qiganmisiz? Yo'q, men o'qimaganman. Maktabda o'qiganman, o'tganman. Menga juda ham murakkab. Men o'tdagi ma'no, mazmunni chaqib olishimga, bilasizmi, soatlab kerak. Unda ko'ryapsizmi? Chunki o'zingiz aytasiz-ku, millat nima shakllantiradi? Millatda adabiyot shakllantiradi, to'g'rimi? Millatda adabiyot tushunarsiz? Malibu 2 shakllantirmaydi, nechta kimda Malibu 2 borligi. O'zbekni dunyo qarashini, boshqa millatlardan ajralib turishini va xohishi istagini qaysidir adabiy nima namunalarda mujassam etadi. O'tgan kunlar mujassam etadimi? Aytadi. Hozirgi qanaqa qilib 100 yil oldin yozilgan narsa zamonaviy o'zbek qiziga nima beradi? Nima sevganingga erga tegadigan narsami deyapti, nima asosiy g'oya? Otabek erkakligi ikkita xotinga o'ylanmaylar, ikkalasidan ham masof bo'lib qolasiz degan g'oyami? Yo'q, men nima o'tdi bu? Xo'p, siz takliflaringiz qanaqa? O'zbek millati. Yo'q, men har doim shakllanish uchun qaysi kitoblarni o'qish kerak? Bani birinchi ham kitob o'qisin. Yo'q, men hozir aytishim mumkin 5 ta kitobni. 5 ta kitobni. Mana birinchisi Boburnoma, har doim gapiraman. Boburnomani gapiraman, hech kim o'qimaydi. Har doim, chunki bizda g'alati nazariya bor. Rusligacha bizda nimadirda faqat namoz o'qib, 5 mahal namoz o'qib, takoy skromniy, takoy bechara yashashganga o'xshaydi deydi. G'alati tasavvurlar umuman ruslardan oldingi tarixga. Boburnomani o'qing, shunda ochib beradi jamiyatda. Qanaqa odamlar bo'lgan, qanaqa nimani o'ylashgan, qanaqa sevishgan, nima deyishgan. Hatto nimadan qanaqa anekdotlar bo'lganini ham shunda tushunsak bo'ladi. Boburnomani o'qigan odam o'sha albatta shakllanadi. Bu albatta saroy adabiyoti. Lekin menda ham ikkinchi tomon bor. Saroy adabiyotini bizni oddiy aholiga nimadirda majburiy tiqishtiryapmiz. Va ular millat o'z shakllanishi kerak. Mana biz aytamiz ikkinchi renessans Timuriylar davri. Boburnoma bu mana shu narsada oddiy va juda aniq yozilgan. Qaysi holatda o'zini qanaqa tutish kerak o'zbek yigiti. Bobur juda ham yaxshi, Boburnoma shu narsada. Ikkinchi kitob Zanida Vosifiy. Badoil voqeasini o'qisa, albatta hozir aytayotgan narsani uncha-munchasi o'qimagan. Juda katta narsa. 19-asrda Ahmad Donishda Badoil voqeasi. U yerda men o'zim o'qiyman hozir Ahmad Donish, hayron qoldim. Shunchalik aktualki, birinchi o'ylanish haqida unda anaqasi bor, bobi bor ekan. Hayron qoldim. Kimga o'ylanish kerak deydi, bilasizmi Ahmad Donish? Ota-onasi o'lib ketganga o'ylangan deydi. O'zi birinchi o'ylamagan deydi, lekin o'ylanishga majbur bo'lib qolsa, ota-onasi o'lib ketganga o'ylangan deydi. Chunki polniy shunchalik aniq ekanki, bilasizmi, ayollarga shunchalik negativ yozyaptiki, hozirgi kommentariy yozayotganga o'xshashadi, bor-ku. Mana Ahmad Donish o'zbek tilida ham bor ekan. Hali 74-yilda tarjima qilingan. Men o'zbek tilida ham topdim, rus tilida ham topdim. Hatto ingliz tilida ham topdim. Chiqqan ekan, lekin hech kim shuni chiqarishmayapti. Bu voqeada hozirgi Buxorolik oqsuyi o'zini ziyoli his qilayotgan inson o'zini qanaqa tutish kerak, kimga o'ylanish kerak, xotiniga qanaqa munosabati bo'lish kerak. O'zi aytadi, har 2-3 kunda shirli olib kirgan xotiningga degan gapi bor. Polniy anaqa dasturul amal. Lekin bu dasturul amalda tushunasizmi Ahmad Donish o'qisa o'zim hayron qoldim. Dasturul. Yo'q, 100% mazkur bugun tashlab beraman, o'qib hatto rohatlanasiz. Oddiy tilda boshidan oxirigacha ikkita o'g'liga ham aytadi, qaysi kasb tanlash haqida ham rosa gap ketgan. O'zbek shakllanishiga matn bor. Men ungacha matn yo'q deb yurardim. Ahmad Donish qo'limga tushdi, matn bor ekan. Boburnoma, anaqa Zanida Vosifiy, Ahmad Donish. Bor уже. Ya'ni 3 ta 4 ta kitob, men aytmayman uni o'qinglar dedim. Mixalani, 3 mushketyor, 3 mushketyor D'Artagnanni, yoki hozir o'zbek adabiyotini ko'p tarjima qilishyapti. Men ko'pincha tarjima qilish kerak, bilish kerak, lekin tushunmaymanki hozirgi o'zbek uchun jahon adabiyoti nima beradi. Yo'q, men jahon adabiyotini juda yaxshi ko'raman, ko'p o'qiganman. Masalan, men necha yil faqat fransuz adabiyotida o'sgan odamman. Masalan, Victor Hugo hammasini o'qiganman. Gap nima beradi hozirgi o'zbekga? Aynan amaliyotiga, aynan xatti-harakatiga. Chunki ularga biza adabiyot tayyor nima beradi? Namunalar beradi, to'g'rimi? Xatti-harakat qilishga, qanaqa o'ylash kerak, qanaqa o'zini tutish kerak jamiyatda. Masalan, oxirgi marta 2020da bilasiz, Edvard Limonov o'ldi, shunda kitobini o'qidim, Edvard Limonov o'zini romanini o'qib chiqdim.
Это Edichka degan mashhur romanda bor. Unda boshqacha bor, o'sha emigrant Rossiyadan Amerikaga ketgan rus o'zini qanaqa tutgan haqida. Va bizda ham juda ko'p amerikalik ketishdi-yu o'zbeklar, to'g'rimi? Yoki Yevropada yurishdimi. Lekin ularda unaqa adabiyot namunasi yo'q. Yozma amerikalik o'zbek qanaqa o'zini tutish kerak. Amerikalik o'zbek bilan Toshkentlik o'zbek, Surxondaryolik o'zbek, Vodiydagi o'zbek, Xorazmdagi o'zbek farqi bormi yo'qmi hozir? Bor. Nega ular birlashishmayapti degan narsa bor. Chunki yagona standart yo'q, namunalar yo'q, adabiy. Yagona adabiy namunalar bo'lsa, u kerak emas. Ana kimdir Goldsworthni tarjima qilibdi, Goldsmith ani Повелитель мухи bor, Pashshali hukmdorning hukmi. Bundoq qarab olmaysiz. Bilasizlarmi Pashshali hukmdor nima to'g'risida, qaysi vaziyatda, qaysi kontekstda yozilgan Angliyada domla. Angliyani kontekstidan olib olishyapti. Yoki anaqani molxonani tarjima qilishda, u mol uni tushunish uchun hozir uni boshqa kontekstdan bilish kerak. Bizda eng katta muammo bor o'zbek tilida tarjima kitoblarni. Bizda original kitoblar yozilmayapti, tarjima qilinyapti. Men ham shu fikrda. Original ularni esa kontekstini tushunmay qolamiz. Ularda chunki qaysidir maqsadlarni o'ylab yozishgan ular. Masalan, fransuz adabiyoti fransuzdan shakllantirdi, rus adabiyoti rusdan shakllantirgan. O'zbek adabiyoti hozirgi o'zbek adabiyoti o'zbeklarni shakllantirdimi? Yo'q. Chunki masalan, hozir qaysi o'zbek romanini o'qidingiz oxirgi marta? Men tilini esa yozibdi, oxirgi romanni o'tash o'qimadim hali. Qaysini o'qidingiz? O'zbek. Yoki bu o'zbek roman o'qigandan keyin bo'ldi, вообще hamma narsadan voz kechish kerak deysiz. Bormi shunaqa roman o'zbek tilida hozir? Bu avtorlarga, mualliflarga mas'uliyat yuklaydigan narsa. Yo'q, bormi hozir mana zamonaviy o'zbek, bormi romanni masalan shunday o'qib bo'ldi, usta Margaritadan voz kechib yuboradi. Bormi? Hozircha bormi? Hozircha. Va yetishmayapti-yu, bor deyapsiz. Bor. Bor, aytinglar. Ana aytinglar, yo'q turishdi-yu. Temur Po'latov degan o'zbekning katta yozuvchisi bor. Mana ko'chman yo aytinglar. Aytinglar, mana so'rayapman. Yo'q o'qib tashlabdi adabiyot. Ana. Hop. Hop. Ketishdi, o'tirishdan oldin siz o'ylaysiz, Bularni ham qo'yavering. Bularni ham qiziq bo'ladi. Yo, chetdan qarab. Voy, naqlar chiqadi yani. Yo, demoqchi bo'lganim. Yo'q, bularni ham qo'yavering, zapishga bo'ladi. Siz o'z fikringizni ayting. Mana yo'q deyapti. Yo, siz Temur Po'lat haqida yo'q, bormi deyapman, yo'q degani bormi deyapti. Men yo'q deyotganim bormi deyapman. Bor deyishim uchun menda bo'lish kerak. O'sha haqida fikrchi. Menda bo'lish kerak, nima men savol tushunmayapman. Tasdiqlamaydi. Bo'ldi, o'tiring, давайте. Qochish kerak. Yo'q, boshi ham zapisga ketsin. Mana Temur Po'latov bor. Temur Po'latovda mana Temur Po'latovni o'qish kerak. Mana bu mana Taroz toshbaqasi degan roman yozdi. Mashhur. Sovet davrida chiqqan. Mashhur. Bu masalan nima deydi? Hatto mana o'qib chiqqan ekanman. Samuel Baxli degan bitta nemis yozyapti. Men o'qidim, o'sha maqolasini tarjima qildim. O'shanda aytganda, mana degan unda u Kafkani bilan qanchalik tanish bilmayman degan, lekin Kafkaga anaqa qilmagan o'rinlar bor. U Kafka bilan boshqacha fikrlash bor degan. Kafkada masalan odam hasharotga aylanib qolgan degan. Unda ana toshbaqa odamga aylangan. Bu tomondan u baland Kafkadan deyapti-da. Shunaqa men bizda shunaqa yozuvchilar bor, lekin biz uni o'qimaymiz, bilmaymiz. Mana hozir biz o'z dengiz ko'chmanchilari kitobini chiqaramiz. Delfinga shunaqa metamorfoza bor, shunaqa u Sovet davrida ham yozgan. Umuman sotsialist. Men eski o'sha paytda o'qiganman. Eski kitobini o'qiganman. Xuddi mana shunaqa yozuvchilar bor bizda. Men tilib aytmayapman, o'zbek yana yozuvchilar. Men bilaman, aytmayapman o'zim. Просто aytayotgan men hozir gapiga javob qarshi pozitsiya ayting. Qarshi pozitsiya bu o'sha sizdagi biz yetuk adabiyot darg'asi bo'lishimiz kerak, hali u darajaga yetib borganimiz yo'q. Qarshi yuring-da, qarshi yurish uchun menda argument bo'lishi kerak. Bu sizni fikringiz. Balkim yo'qdir, balkim bordir. Biz ishonamiz, ikkita odamning fikri o'zi. Yo'q, bularni ham qo'yavering, mana shu narsa zo'r chiqadi. Naborot, chetdan chiqib. Indamasiz, вообще o'zgaradi. Yo'q, men shunaqa, men o'zim maqsadim shunaqa. Maqsad shu. Yo'q, chunki 99% odam Temur Po'latov tanimaydi, men taniyman. Nimaga tanimayapmiz? Nimaga lekin o'zbeklikka ta'siri bormi o'sha Temur Po'latovga? Nega reklama mana qilinmagan? o'qishmasa 99% odam o'qigan bo'lsa, o'zbeklar hozirgi hayotiga ta'siri bormi yo'qmi shu yerda? Yo'q, men savol juda men juda praktika qo'yyapman. Praktika. Temur Po'latov masalan, Temur Po'latov. Yo, men hurmat qilaman odamni. Yo, intellekt mana o'zbekda mana bir badiiy intellektualizmini qanaqa nima deydi? U hech o'zbekda
darajasi unaqa masalan nima deydi o'sha mana postkolonial Da. nimalar Dekolonial bor. unaqa emasda unaqa nima deydi o'zbekda ham shunaqa kuchli fikrlaydigan kuchli badiiy anaqa obrazlar yaratadigan anaqa shaxslari bor u masalan anaqa beradida bu nima deydi misol uchun siz bir nekbin bir anaqa nimalarni uyg'otadi Sherzod aka gap bunda emas, lekin men boshqa narsani gapiryapman hozir. Men umuman boshqa narsani gapiryapman. Temurpo'latov bor. Lekin gap necha foiz odam o'qigan? 99% odam o'qimagan bo'lsa, jamiyatga ta'siri yo'q deyapman. Bizda buyuk daholar bor, buyuk adabiyotchilar bor, buyuk shoirlar bor. qora ro'yxat kirtirib qo'yganda Ya, undan ham ko'p. Men hozir qora ro'yxatda degan gapirmayman, ikkita uchtasini yaxshi taniyman. Gap boshqa narsada. 99% odam o'qimagan bo'lsa, Zilola o'qimagan bo'lsa, siz Zamira o'qimagan bo'lsalar, shu o'zbek xalqini shakllantiradigan o'zbek adabiyoti namunalari bormi, yo'qmi? Ko'p nimaga tanishtirmayapmiz? Shunaqa. Nimaga Mana shu savol nimaga soya ostida qolib Gap reklamadir, Nega reklama yo'q, balki nimaga? tahqiqdadir ular. Balki maktab darsiga kirgizish kerakdir, balki universitetda o'qitirish kerakdir. Bu menga savol emas, ministersiyaga savol. Gap ziyolilar nimaga o'zi o'qimayapti oxirigacha? Nega muhim savollarni olg'a surishmayapti? Hatto tarixda ham og'riqli nuqtani hech kim ko'tarayotgani yo'q. Nimaga mana shu yerda bitta muammo borda, sotsiologlar nimaga jim o'tirishadi, men shuni tushunmayman. Sotsiologlar jamiyatdagi Sotsiolog o'zi qolmadi, ishonch uchun. muammolarni nimaga olib chiqishmaydi? Nimaga bizda bormi? Sotsiologiya bor, Sotsiologiya fakulteti bor. Yo, fakulteti bor, o'zi umuman ilm fan sifatida. Ilm fan sifatida faqat oilani yoki yoshlarning muammolarini va dissertatsiyalarini ko'ryapman, faqat umumiy gaplarni chiqishmayapti. Keyin nimaga tarixchilar ularga qanaqadir yechim bermayapti? Yo'q, tarixchilar qarang, biz hamma bitta narsaga hayron qolaman-da. Biz yig'ilib qolamiz, sotsiolog, psixolog bor tanishlar. Hamma o'ylaydiki, tarixchilarning vaqti ko'pki, hamma narsani tanishtirishimiz kerak. Mani vazifam hammani tanishtirish emas. Mani vazifam qaysidir darajada millat shakllanish va millat kanunlarini berish. Mana Fitratdan buyuk deymiz. Chunki 28-yilda Navoiyni kirib qolgan bilasizmi, ana buyuk shoir bu. Chunki 28-yilda ikki tomli antologiya tuzadi, o'zbek adabiyotining antologiyasini tuzadi. Navoiyni qo'yib qo'yadi birinchi qilib. Bizda bilamiz, hozir turkiy til adabiyot Mahmud Qashqariydan boshlanyapti. 1000 yillik adabiyot olinyapti. Kanon deydi, yaratiladi, hamma o'qishga majbur. Maktabda qanaqasidir darajada o'qitilyapti, lekin hech kim ahamiyat bermayapti yoki o'qishmayapti. Unda bular ishlamayotgan bo'lsa, men har doim shunaqa deyman. Men amaliy nuqtai nazardan qarayman-da. O'qimayotgan bo'lsa yoshlar nimagadir o'zini sal rivojlangan qizlar, yo Dostoyevskiyni ko'tarib yurishdi qo'lida, bilasizmi? Universitetda. Aqlli yuz bilan Dostoyevskiy, necha yil o'qisa, 3 yildan o'qiydi ekan bitta romanni. Yoki Dostoyevskiyni ko'tarib yurishibdi, yoki jahon adabiyotini o'qishyapti-da. Jane Austen, Liboyni o'qishyapti-da, lekin o'zbek adabiyotini bittasini ham o'qishmayapti. O'zigina aytishyaptiki, "Abla qoladi" deb o'ylashadi. Chunki tanish ham emas hatto. Gap shunda, lekin o'sha har doim savol beraman. Hop, sen Dostoyevskiyni o'qiding yoki Bulgakov, Jane Austen, yana kim bilmadim. Fransuz adabiyoti, ingliz yoki turk adabiyotini o'qiyapsizlar. Nima beryapti hozir seni o'zbekligingga? Chunki bizda shu narsani savol qo'yilmayapti-da, ziyolilar tomonidan. Nechta kitob o'qilish kerak? Majburiy. Nechta familiya majburiy bo'lish kerak? Shu orqali shakllanish kerak. Bilasizmi, Fransiyada majburiy kanon bor. Sherzod tiklanmasa kerak. Jahonda har bitta millatda o'zini majburiy o'qiydigan kitobi bor, 100 tami, Amerikada 100 ta bor. Masalan, har bitta kinoda albatta Amerika adabiyotida anaqani eslashadi. Kit haqida yozgan-ku. Kitoboyni suddan deb yuradi. Ya'ni kinoga ham ko'p qo'yishadi-da o'zini adabiyotiga har doim. Yoki Jack London qo'yilishi mumkin. Har doim o'zligini adabiyot namunalarini kinoga ham tiqishadi. Bizda tiqishtirish yo'q hech qayerda. Bizda kim bor o'sha, kim taniydi? Men Qodiriyni deyapmiz, Abdulla Qodiriyni kim o'qib, tilini ham hatto. Hozirgi masalan, o'zi kinematografiya o'lib bo'lgan deb hisoblayman, lekin qachon bu harakat. Yo'q, bizda hammani o'ldirib bo'ldi. Endi hammani tiriltirish kerak. Masala shunda. Bu influencer. Yo'q, keyin yana bitta narsa, o'sha har xil kasbdagilar yig'ilganda aytamiz, tarixchi nima qilmayapti? Men aytaman, tarixchi meni vazifam emas, meni o'zimni ishim boshimda toshayotibdi. Yoki adabiyotchilarni ular yozishyapti, o'qib majburiy bor, o'qitirmaydi-ku. Bu xilda ota-onada deydi, yo'q ota-onada emas, ota-ona bechora pul ishlayapti, ko'chada yuribdi, nima qiladi? Mass media ta'sir qiladi. Mass mediada bu narsa yo'q, yangi kitoblar majburiy ko'p kitob, o'sha 5 ta kitob bo'lsa, o'zbek qizini shakllantiradigan yoki o'zbek yigitini yoki umuman o'zbekni shakllantiradigan 5 ta kitob aytib bera olish kerak hech bo'lmasa. O'sha 5 ta kitobni o'qigan bo'lish kerak, eng kichik ham. Sal o'qimishlikli ham bo'lish. Unda nima uch narsa bo'lmaydi. Bu ham birinchisi, bitta tarixdan bitta birinchisiga alomatda.
Bunaqa kitoblar, bunaqa kitob ham bitta bo'lishiga o'zim hayron bo'ldim. Bunaqa erkin yozilgan kitoblar bu 100 talab bo'lishi kerak. Masalan, Amerikada, Rossiyada NLO bor, 100 talab yozilyapti bu kitoblar. Kimgadir nimanidir taklif qilyapmizmi, u tushunarli bo'lishi kerak. Masalan, nimaga o'zbek kitoblarini o'qimayapmiz degan savol bo'ldi. Nimaga o'qimayapmiz? Men ayta olaman, tushunarsiz. Nimaga yengil bo'lish kerak, yengil bo'lish kerak, hazm qilish kerak. Pop, imенно pop kultura. Pop tarixchida bor, bilasizmi hozir? Masalan, Hamidada Harari bor, Yuval Harari, o'zbek tilida tarjima qilindi. Harari o'zi pop tarixchi, bilasizmi? U professional tarixchi emas, unaqa qotdi. Prosta oddiy mavjud nazariyalarni oddiy tilda gapirib beryapti. Bizga xuddi shunaqa ko'proq kerak, pop tarix kerak. Chunki har bitta og'ir nazariyalarni, bu ham popga yaqinroq. Men yozgan narsam ham popga yaqinroq, chunki men bu yerda havolalar keltirmadim, men mencha havolalar keltirmadim, adabiyotga keltirmadim. Ko'proq shunaqa og'ir narsalarga, og'ir savollarga, har bitta og'ir savolga bittadan kitob yozish kerak hozir. Masalan, oddiy yozsa bo'ladi. Nega o'zbek qizlari Jane Austenni o'qiyapti degan kitob yozish kerak. Hozir o'zida masalan sizga taklif 70 bor shunday yozing, chiqaringlar, shezetga chiqarib berasiz shunda. Siz ham yozing, nega men marketolog bo'ldim, o'zbek qizini marketolog qaysi kitob o'qish kerak, nega marketologman, nega men yaxshi onaman deb yozib bering, shunda chiqarish kerak. Ko'pda Amerikada, Yevropada darrov shunaqa kitoblar ko'p demoqchiman. Chunki har bitta narsa bo'yicha matn ko'p bo'lish kerak. Bizda eng katta muammo matn kamligida. Matn ko'p bo'lsa, reklama o'zidan o'zi ketadi, o'zidan o'zi aholi o'qishni boshlaydi. Birinchi galda tanish bilishlarga yetadi, albatta bosib chiqqandan keyin atrofli o'qishni boshlaydi. Matn qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Isroil bilasizmi, dunyoda eng yozuvchi davlat hisoblanadi, yozuvchilar ko'p. Menimcha nechta dedi, millionta odamga 5600 ta yozuvchi bor ekan Isroilda. O'yla, millionta aholiga. Bizga bir million aholiga nechta yozuvchi to'g'ri keladi? Bizda prosta yozuvchilar bor, bema'ni bo'lsa ham yozaversan. O'zining tajribasini biz ham yozaversin. Siz ham yozing, nega Usta Margaritani o'qiganingizni, nega o'qish kerak emasligingizni. Siz ham yozavering, men yaxshi onaman, men har kuni o'zim kinolarga olib boraman, bolalarni tajribam bilan bo'lishaman deb kitob yozish, shezetga chiqarib berildi. Sotilaveradi demoqchiman. Ya'ni shunaqa oddiy, juda mafkurasidan uzoq, ya'ni haqiqat bizga charchadi bor-ku. Men o'zi charchaganman 40 yildan beri. Haqiqat, adolat to'g'risida gapiraverib. Katta gaplarni gapiryapmiz. Hozir ko'rayotgan qizlar ham bolam, nima gapirishyapti, biz starpiyorlar deyish mumkin bo'lgan starpiyor. Oddiy tildagi kitoblar kerak, o'zingizdan tajribadan kelib chiqqan. Angliyada emas, Bill Gates fikri emas. Demoqchiman. Menga tosh otyapsiz. Menga tosh otamanman. Dilimiz o'tmoslashib qolishiga sababchi bo'ladi. Yo'q, bu keyin bor, oddiy kitob o'qigandan keyin ham sizda g'alati, siz bitta aholini bor, aristokrat deb, ziyoli deb qabul qilyapsiz. Siz hamma qizlarni ziyoli yoki hamma Usta Margaritani o'qib chiqish kerak deb o'ylaysiz. Yo'q, hamma unaqa o'qish kerak emas. Balki boshqacharoq o'qisin. Yoki Jane Austenni o'zini o'qimaydiganlar bor. Siz yozingki, Jane Austenni men qanaqa o'qiganman, men fikrlarim Jane Austenni rosa o'qib yozing, bemalol. Yoki tanqid qilib yozing. Oson adabiyot, o'qiladigan adabiyot matn kamligida muammo. Amerikada erkin, yoki Yevropada ham erkin. Bizda mana shu narsa yetishmayapti. Mana o'shanda biz faxrlanamiz o'zimizga. Siz ani boshida aytdik-ku, nega biz ota bobolarimizdan faxrlanamiz faqat? O'zimizdan faxrlanamiz. Kimdir mana shu ota bobolar faxrlangan o'sha adabiyot o'qidimi, ular yozgan adabiyotda? O'qib bo'lmaydi, o'qishmaydi. Chunki arabiy, forsiy yozilgan boshqa tilda tushunarsiz. Biz o'zimiz bilan faxrlanishimiz uchun o'zimiz to'g'rimizda ko'proq kitob yozishimiz kerak. Farqi yo'q. U qizuv bo'ladimi, qizuv bo'lmaydimi, juda yaxshi yozilgan bo'ladimi, yo'qmi, uni tajribasi. Har bir o'zbekning tajribasi menga qizuv. Masalan, men hali ko'rmadim, qaysidir qizni oddiy yozilgan fan haqida, erkaklar haqida bormi fikri? Kitob shaklida demoqman. Kommentariyalarda bor, YouTube'da bor, kimdir chiqib, Instagramda chiqib, erkaklar sizlar anaqa qilasizlar, qaynonalar to'g'risida kelinlar fikri bormi? Bosib chiqilgan kitob. Tarqoq fikrlar faqat ijtimoiy tarmoq. Lekin bizga nima kerak, yana kelinlar haqida, qaynonalar kelinlar haqida yozsan, shezetga chiqarib beradi. Mana xuddi shuni, tarixchi va tarix haqida, o'zbek haqida, eskirgan tarixi va yangi o'zbek haqida men fikrlarimni yozdim, bo'ldi. Va xursandman, shezetga chiqarib berdilar, sizlar harakat qildim, siz ham o'qibsiz. Kimdir o'qib otib yoribdi ham yaxshi. Farqi yo'q. Asosiysi matn ko'pligida o'sanda biz faxrlanish, chunki o'zimizdan tanishni boshlaymiz. Eng asosiy muammo o'zbek o'zini tanimayapti. Bill Gates taniydi, Tim Cook taniydi. Kecha hamma yoqda Tim Cook ketayotgan ekan Apple'dan ishdan. Nima bo'pti dedim, Tim Cook ketayotgan ekan ishdan dedim. Biz jahon adabiyoti yoki Eronda bo'layotgan voqealarga ko'proq qiziqamiz. O'zimizdan ichimizda o'zbek o'zini tanish uchun har xil qatlamdan har xil matn ko'p bo'lishi kerak.
to'g'ri, hozir men xursandman, nashriyotlar ko'payyapti, har xil matnlar chiqyapti. Lekin ular ko'proq tarjima qilyapti g'arb adabiyotidan. Men har doim aytaman, nima kerak bor, originalda o'qish kerak. Ko'plar inglizcha biladi, originalda o'qirmaydi deyman. To'g'rimi? Siz ham inglizcha bilishingiz kerak, siz ham inglizcha bilasiz, rus tilini bilamiz, to'g'rimi? Zachем deb. Bizga ko'proq marketingda deyman, o'zbek o'zini tanishtirish kerak deyman. Обязательно biznes nima qilish kerak, piramida Moskva, men вообще aytaman, bizda ishlamaydi u deyman. Men как sotsiologiyada necha yil o'qiganman, u bizda ishlamaydi. Bizda ishlaydigan, bizda o'zimizdan tajribalarimiz kerak. Asosiy shu to'g'risida gapirmoqchi bo'ldim. Shu to'g'risida gapirish kerak, o'shanda faxrlanishni boshlaymiz. Hatto o'zingiz ham kitob yozsangiz, o'z historiyangizda faxrlanishni boshlaysiz. Tushunarli. Kitobingizda mana tanishib chiqishim bo'yicha eskirgan tarix jumlasi tilga olingan. O'zi shu jumlaga izoh so'ramoqchi edim. O'zi tarix ham eskirishi mumkinmi? Tarix eskiradi har doim, chunki mana hech kim o'qimayapti 19-asr kitob tarixiy kitoblarini yoki 20-asr boshidagi. Hozir shunaqa biz shiddatli zamonda yashayapmizki, nazariyalar shunchalik ko'payib ketyaptiki, va tarixchilar orasida shunchalik vazifalar ko'payib ketyaptiki, bizni oldimizda doimo 3-4 yilda o'zgarish va to'ldirib borish, yangi manbalar chiqyapti. Shuning uchun ham tarix juda eskaryapti. 3-4 yil, 5 yilda hatto eskarayotgan yo'nalishlarni bilaman tarixda. Ayniqsa antropologiya kirib kelgandan keyin, ayniqsa hozirgi sun'iy intellekt bosimi kuchaygandan keyin e'tibor kuchayib ketyapti. Tarix o'zgaryapti chunki yangicha talqinlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun ham yangi talqin ko'paygan sari tarix eskaraveradi. Shuning uchun ham nimani hisobga ko'payyapti deb o'ylaysiz? Yangicha talqin. Ma'lumot yangi talqin, ma'lumot, yangi hujjat. Bu qanaqadir propagandaga xizmat qilish. Yo'q. Bu propaganda va mafkuradan xoli. Yangi arxiv hujjatlar ochiladi. Yangicha nimadirda talqinlar vujudga keladi. Yangi nazariyalar vujudga keladi va eski nasrga boshqacha qarashni boshlaydi. Masalan, siz ham 20 yoshda boshqacha qaraysiz, boshqacha o'qiysiz, masalan. Istagan romanni 30 yoshda boshqacha o'qiysiz. Va yangi jihatlar vujudga kelaveradi, yangi jihatlar ko'paygan sari tarix eskaraveradi. Chunki istagan hikoya bir hikoyani qaytaraversangiz bor, 3-4 marta eskaradida, yangi hikoya, yangi talqin kerak bo'ladi. Inson tabiati ham shunaqa, psixologiyasi ham. Istagan hikoya 3-4 marta gapirilgandan keyin albatta yangicha detallar paydo bo'ladi, yangicha to'ldirib boraveradi. Men chunki bitta hikoyani Zilolaga aytib bersam, Zilola sizga aytib beradida, lekin o'zidan qo'shadi. Har bitta odam o'zi bilan qo'shib ketaveradi. Men yana aylanib kelgandan keyin u hikoya boshqacha bo'ladi. Tarix ham xuddi shu narsa. Eskaradi, menga aylanib kelguncha eskar bo'ladi. Shuning uchun tarixchilar ichida qancha gap ko'p bo'lsa, qancha kitob ko'p chiqayotgan bo'lsa, qancha nazariya ko'p bo'lgani uchun tarix eskirib ketaveradi. Afsuski, O'zbekistonda tarix juda eskir bo'lgan. Uni yangilanish jarayoni endi boshlandi. Mana bizga vazifa qo'yilyapti. Men Fanlar akademiyasida ishlayman. Yangicha talqinlarni va yangicha mavzular, chunki mavzular ham yangi. Chunki hozir endi biz o'zbek manfaati nuqtai nazaridan qarashimiz kerak. Oldin o'zbek manfaati nuqtai nazaridan qaramayotgandik. Biz davlat manfaati nuqtai nazaridan qarayotgandik. Endi bir xil aytayotdiki, endi o'zbek qizlari nuqtai nazaridan qarab yozgin deydi bir xil. Feministik yondashuv ham bor. Yoki o'zbek yigitlari nuqtai nazaridan, yoki o'zbek tadbirkorlari nuqtai nazaridan yozgin deydi. Shuning uchun eski tarix bor, hozirgacha mavjud bo'lgan tarix hammasi eskar bo'ldi, chunki biz manfaatlar nuqtai nazaridan qaraganimizda boshqatdan yozishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun bu kitob vujudga keldi, chunki eskargan tarix. Alohida tarmoq soha sifatida tarixni, masalan, deylik, gender tengligi o'zi tarixi bo'ladigan bo'lsa yoki ayollar tarixi, erkaklar tarixi o'zi umuman alohida o'rganish kerak emasmi? Va bu bizda alohida soha sifatida o'rganiladimi? Alohida sifatida o'rganish juda ham og'ir, chunki uning uchun juda katta mablag' talab qiladi va juda ko'p kadr talab qiladi. Bizda hozir tarixchilar oldida har doim vazifa qo'yiladi. 1 yil ichida tez o'zgarib boshqa tilda va boshqa rakursda, masalan, ayollar nuqtai nazaridan qarab yozish kerak. Yoki ichida siyosatga tanqid qilgan narsalarni topib yozish kerak. Antropologik yoki o'zbek nuqtai nazaridan yoki tadbirkor nuqtai nazaridan yoki undan oldingi unutilgan faktlar yoki e'tibordan qolgan faktlarni olib chiqiladi. Shuning uchun tarix shu nuqtai nazardan juda tez eskaradi. Uni juda tez yangilamasa, har doim zamonidan orqada qolaveradi. Hozir o'zbek tarixi, O'zbekiston tarixi ham umuman zamonaviy talablarga javob bermaydi. Biz hozir harakat qilamiz 2035 gacha vazifa qo'yilgan va rejalar ishlab chiqildi, yangilash 100%. Lekin bu yangilanish qay darajada bo'ladi? Qay darajada bizlar yoshlarga yetib boradi va qanaqa qabul qilishadi, bu ikkinchi masala.
O'shaning uchun bizda hozir jamiyat bilan, manfaatlari bilan chambarchas yurishimiz kerak. Agar chambarchas masalan Zilola o'qimasa biz yozgan narsani, yoki siz o'qimasangiz, kimga yozamiz? Iskargan bo'ladi. Agar shundoq zerikarli bo'ldi, o'qimayman desa iskargan bo'ladi. Ya'ni o'sha zahotda iskargan bo'ladi. Ya'ni oddiy aholi ham, ziyolilar ham shu narsaga o'zini munosabatini bildirish kerak. Tarix shuning uchun juda ham tez eskaradi. Chunki bugun eshitgan narsangizni ertaga yana bir marta eshitsangiz zerikasiz. Shuning uchun ham tarixiy matnlar juda tez zerikadi va tez eskaradi. Shuning uchun men eskirgan tarix deb qo'ydim. O'zi kitob nomi eskirgan tarix va yangi o'zlik. Nega aynan shu nom tanlandi? O'zi boshqa nom edi. O'zi boshqa nomida Zilola. Zo'r edi. Zo'r nom bor edi. Menga ham yoqqan edi, o'zi birinchi variant, lekin Birinchi variant nima edi Zilola? O'zbekistonda tarix haqida ozdiradimi? Haqida ozdiradimi degan provokatsion nom edi. Da, lekin buni ham savollar, bu nom ham yomon emas, menimcha. Nima uchun? Chunki nomining o'zida qarama-qarshilik ko'rsatiladi. Filosofskiy bor-da, bitta Qarama-qarshilik bor. Yangi o'zbek shakllandi, lekin matnlar eski. Uning orasidagi hech qanaqa bog'liqlik yo'q. Bu kitob shu bog'liqlikni bo'shligini to'ldirish kerak edi. Men qaysidir yangi o'zbek, o'zini anglayotgan o'zbek o'zi to'g'risida bir narsa o'qisin va tarixiy fanini sal bog'lashga harakat qildim. Qaysidir nima deydi, most. O'sha most yo'qolib qoluvdi. Eskirgan tarix hech kim o'qimay qo'ydi. Eskardi, chirib ketdi va boshqa manfaatli xizmat qilyapti. Endi meni fikrimcha bu kitob orqali endi o'zbek o'zini tanish kerak va o'zini manfaatini anglash kerak va aniqlab olish kerakki, qaysi matnlarni o'qishga ko'proq ehtiyoj bor. Ya'ni bundan keyin albatta o'sha kommentariyalarda, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq men istardimki, ularga nima tegib ketdi, nima yoqmadi va nima yo'nalishda buni rivojlantirish kerak. Ya'ni agar ularga tegib ketsa bu matn va jumbushga keltirsa, yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi, farqi yo'q. Qaysidir emotsiya olib kelsa, vazifasini bajargan bo'ladi. Vazifani bajargan bo'ladi, chunki hali ham tarix o'lmabdi. Tarix tirik. Tarix fani tirik. Tarixchilik kerak. Unda shunaqa his qilyaptiki, nima deydi, sun'iy intellekt paydo bo'lgandan keyin tarixchilik kerak emas degan bir g'oya ham paydo bo'ldi. Ekspertlik kerak-ku. Endi shunaqa paydo bo'lyaptiki, menga o'xshagan tarixchilar baribir bu kitob yozilgandan keyin, bosilgandan keyin qanaqadir bo'lsa ham, feedback bo'lsa ham, munosabat bo'lsa, O'zbekistonda tarixchilik kerak. O'zbek shakllanayotgan ekan va qanaqadir baribir tanqidiy fikr mavjudligini ko'rsatish bo'ldi. Chunki men buni menga senzura qo'ygani yo'q, nima yozgan bo'lsa shunday chiqyapti. Ya'ni o'zbek adabiyot, o'zbek fanida, o'zbek kitob bosmachiligida yangi etap bo'ldi deb hisoblayman. Chunki oldin senzura ko'p edi, hozir senzura yo'q, bemalol fikr bildirish mumkin. Ana o'sha fikr, ya'ni tarixchi bilan o'quvchini orasidagi dialog vujudga keldi deb o'ylayman. Men mana shu kitob shu to'g'risida o'qisanglar, albatta fikr bildirsanglar, munosabat bildirsanglar xursand bo'lardim. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon fikrlaringiz uchun.